Yaxshi o'tadi. Tak, assalomu alaykum. Aziz do'stlar, yaxshi eshitilyap turgan bo'lsam, yaxshi ko'rinyap turgan bo'lsam, iltimos plus qo'yib yuboringlar chatga. Yaxshi eshitilyap turgan bo'lsam, yaxshi ko'rinyap turgan bo'lsam, chatga plus qo'yib yuborsanglar. Tezda boshlaymiz, vaqtni befoyda sarflamasdan. Xo'p, xudo xohlasa bugun maqsadlarning ikkinchi turini ko'rib chiqishimiz kerak. Maqsadlar ikki turga bo'linadi. Ya'ni loyihalar deb atashga kelishib oldik. Xo'p, rahmat. Chatni o'chirib turaman. Bo'ldi, rahmat. Tak, yana bir bor assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan maqsadni, ya'ni loyihalarning ikkinchi turini ko'rib chiqamiz. Loyiha bilan maqsad nima farqi bor Davron aka deydiganlar uchun o'tgan safargi darsimizni yana bir marta qonun bilan ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Maqsadni konkretlashtirilganini loyiha deyiladi. Oddiy kichkina qoida sizlar uchun bu narsa. Xo'p, bugun kakras o'sha ahamiyat bergan bo'lsanglar, biznesga tegishli topshiriqlarni bajarishi, shuni bajarib qo'ysa bo'ladigan topshiriqlarni bajarishni o'rgatdim men. To есть tushuntirdim qanday yozish kerak, bloknotni qanday tutish kerak. Srazu hamma texnikalarni ishlata olmasligingiz mumkin. Eng birinchi darsdagilarni ham biror hafta ishlatib turib, keyin sekin-sekin qo'shib borish ham imkoni bor o'z aslini olganda. To есть trening sizlarda qoladi, bemalol ko'rib chiqarsizlar. Keyin ko'pchilik savol tug'iladi. Dars qilish, 2 soat o'tirib bitta joyda bir narsani yodlash, 3 soat o'tirib nimadir qilish va hokazo. Shu narsaga erinamiz. Bu narsa tabiiy. Buni qanday qilib oldin olish mumkin? Kakras shu haqda bugun gaplashamiz. Men sizlarga beraman metodikani, xudo xohlasa tushuntirib qo'yaman. Tak. PDF ko'rinib turgan bo'lsa bir qo'yib yuboringlar, boshlaymiz. Chatni yoqdim. PDF ko'rinib turgan bo'lsa bir qo'yib yuboringlar. Bulardan ham feedback oling. Ovoz yaxshi. Mikrofon bir baland, bir past bo'lib ketyapti. Qarab qo'yinglar. Bo'ldi. Abdug'affor aka, meni nazarimda men uzoqlashib yaqinlashganim hisobiga bo'lsa kerak. Superman 23-yanvardan boshlanadimi? Menimcha aniq bilmayman, marketing va otdelimiz biladi, sal boshqacharoq o'tadi bunisi. Sal emas, formati boshqa bo'ladi. Xo'p, bo'pti. Tak, demak, hozircha checklistimiz ichiga bir yuzlanamiz. Demak, vaksinalar ichida faqat bitta narsa turibdi. Ekranda tungi rejim doimiy ravishda yoqib yurishimiz kerak bo'ladi. Indikatorlar ichida uyqu soatlarini ko'rib yurish, bajarilgan topshiriqlar sonini ko'rib yurish. Ekranni uxladim amaliyotlar ichida 2 daqiqalik hech narsa qilmaslik, mixlarni chiqarish, mashqi, topshiriqlarni tuzish, loyihalar ro'yxatini ko'rib chiqish. Yoki ko'rib qo'yish. Har kunimda ko'rib o'qib qo'ysangiz ham bo'ldi. Shuni o'zi. Glaz dolой сердце вон deyiladi. Ya'ni ko'zingizdan ketgan loyihangiz, misol uchun bularni bloknotga yozib xatga tiqib qo'ysangiz, katta ehtimol bilan esingizdan ham chiqib ketadi. Chunki har kun ko'rib yurganingiz yaxshi, checklist ichida bo'lsa, esingizdan chiqmaydi. Endi men bitta narsani tavsiya qilaman-da, o'zi aslini olganda, mana shu antidangasalikda beriladigan darslar agar ideal holatda bo'lganida, qo'pol qilib aytganda, har bittasiga 1 oy vaqt ketar edi. O'zi aslini olganda. To есть har bitta amaliyotga, har bitta indikatorga 1 oydan, ya'ni bitta checklistdan to'ldirib keyingi mavzuga o'tishimiz kerak. Shuning uchun qaysidir joyda men bu amaliyotni ko'payib ketgan bo'lsa, bitta ikkitasini hozircha bajarmay tursanglar ham bo'ladi. Universal formulani berdim sizlarga. Ya'ni ertam o'tgan safar 20 minut ish qilgan yaxshi, 2 soat dangasalik qilgandan. To есть ko'p srazu qilaman deb turib, hech narsa qilmagandan oz qilgan yaxshi. Haligi narsa o'zini foydasini sekin-sekin keltirishni boshlaydi. Shuning uchun shoshilmay turinglar. Xo'p, endi bugungi darsimiz kakras maqsadlarga tegishli bo'ladi. 2 xil maqsad bor bizda, ya'ni 2 xil loyiha bor. Birinchi turi, loyihalarning birinchi turi biz o'tgan safar ko'rib chiqqan loyihalarni olasiz, ya'ni bitta maqsadingiz bor, katta maqsadingiz. Uni bir nechta qadamga ajratasiz.
topshirig'i qo'yasiz, topshirig'i bajarasiz, bo'ldi. Keyingi topshirig'i qo'yasiz, topshiriq va hokazo. To есть bitta katta loyihani qo'yasiz, bitta maqsadda, aytaylik maqsad o'qishga kirish. O'qishga kirish uchun nima qilishingiz kerak? Tak, aytaylik biologiyadan repetitor kursga qatnashishni boshlashingiz kerak. DTMdan 8 ta qanaqadir kitoblarni tugatishingiz kerak. Uni tugatish, buni 4 ta 5 ta kichkina loyihachalar bo'ladi. Любой bitta katta maqsadda. O'sha 4 ta 5 ta loyihachalardan bittasini olinadi. Birinchi qadam aniqlanadi. Hozir bajarsa bo'ladigan topshirig'i bajarilib ketaveradi. Endi ikkinchi turdagi maqsadlar bor. Shu bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Ko'pchilik uchun ikkinchi turdagi maqsadlarni ko'nikma maqsadlar deyman. Ya'ni ko'nikma shakllantirish uchun qo'yilgan maqsadlar. Misol uchun IELTS 8. IELTS 8 ni siz biznes ochgandek ocha olmaysiz. Misol uchun biznes ochish uchun, aytaylik o'quv markazi ochish uchun borani yarim yil demoqchi edim, uzr, 1 oy vaqt ketadi. Yetarlicha mablag'ingiz bo'lsa, va shundan ham tez bitadi. 1 oy, 2 oy, может быть даже 3 oygacha cho'ziladi. Uzog'i agar harakat qilsangiz 3 oy ichida ochsa bo'ladi. Eng qiyini o'quv markazi ochish jarayonida даже pul topish emas, chunki ko'p pul kerak emas. O'z aslida olganda sizlarga kadrlar kerak bo'ladi. Misol uchun. Lekin ikkinchi turdagi maqsadlarda ko'nikma shakllantirish maqsadlari bor. Misol uchun IELTS dan 8 olish. IELTS dan 8 ni 1 oyda olib bo'ladimi 0 dan? Bu narsani menimcha iloji yo'q. Daho bo'lishingiz kerak uning uchun, lekin unaqa insonlar bormi, yo'qmi? Katta ehtimol men unaqa emasman, siz unaqa emassiz. Bizga u bir necha yil vaqt ketishi mumkin. Ko'pchilik inson 5 yil, 10 yil shug'ullanib ham 8 ola olmaydi IELTSdan. Atak menimcha o'tirib olib bir 2 yil, 1,5 yil qattiq tashlasa, ko'cha tili bilan aytganda shu narsani amalga oshirish mumkin. Endi shu joyda ko'pchilik haqiqatan ham dangasalik qiladi. Qoqiladi, yiqiladi, harakat qiladi, lekin o'xshata olmaydi. Bu narsani men ko'nikma deyman. Ko'nikma nimaligini tushunib olishimiz kerak. Demak, birinchi turdagi maqsadlar, bular biznesga tegishli, yana bir narsaga tegishli va hokazo maqsadlar. To есть siz bu yerda til o'rganmayapsiz. Boksdan jahon chempioni bo'lmoqchi emassiz. Shunaqa maqsadlar. Asosan biznesga qanaqadir loyihalarga tegishli maqsadlar. Uni prosta olasiz, loyihachalarga ajratasiz. Birinchi topshirig'ini aniqlaysiz. Tak PDF ko'rinyapti, yo'qmi? Birinchi topshirig'ini aniqlaysiz, bajarasiz. Ikkinchi turdagi loyihalarni ko'nikma shakllantirish loyihalari deyman. Bu yerda ham topshirig'iga qo'yish kerak bo'ladi, lekin shu topshirig'i sal boshqacharoq qo'yiladi. Men hozir bugun tushuntiraman shu narsani. Endi ko'nikma nima o'zi? Ko'nikma bu avtomatizatsiyaga yetkazilgan mahorat. Ya'ni agar siz til o'rganib, bemalol unda gaplashishni o'rgansangiz, bemalol siz o'zingizni fikringizni shu aytolsangiz bir kishiga, bayon qila olsangiz yozma ravishda, o'qib tushunsangiz, bir kishi gapirsa o'sha tilda siz tushunsangiz, siz shu narsani avtomatizatsiyaga, avtomatizmgacha yetkazgan bo'lasiz. Avtomatizatsiya degani o'zidan o'zi chiqadigan degani. Misol uchun kubik terishni men misol qilib keltirib berishim mumkin. Boshda rosa qiynalasiz, zo'rg'a 5 minut, 3 minut, 4 minut terasiz, keyin umuman qaramasdan ham teradigan bo'lib ketasiz borgan sari. Bemalol tez 20 sekund, 15 sekundlar teradigan bo'lasiz, mashq qilsangiz. Eslab qolishda ham shunaqa. Aytaylik, xorijiy so'zlarni eslab qolish boshida nihoyatda qiyin, ayniqsa tog usuli bilan. Chunki o'ylash kerak, nimadir tasavvur qilish kerak. Где-то bir 3 oydan 6 oygacha shug'ullanganingizdan keyin, в принципе, oson, yengil kechadigan bo'lib qolasiz sizga. Raqamlarda ham shunaqa, любой narsada shunaqa, ko'nikma shakllantirishda shunaqa. Men eng ko'pchilikka tushunarli bo'ladigan narsani keltirib beraman. Minish yoki mashina minish yoki velosiped minishda ko'nikma shakllangungacha qiynalasizlar. Velosiped minishda yiqilasizlar bir necha marta, muvozanat saqlay olmaysizlar. Mashina minishda stepleniya qattiq, tormozni qachon bosishim kerak, qattiq to'xtayman, svetoforda qanaqa yurish kerak, boshqa mashinani o'chirib qo'yishingiz mumkin. Qiynalasiz, haligi qotib turasiz, rollarni ushlab olasiz. Hayolingiz faqat mashinada bo'ladi, muzikani ham qo'ya olmaysiz. Boshida men o'zim boshimdan ham kechgan bu narsa. Keyin xotirjam bitta qo'l oynada, bitta qo'l rolda, bitta qo'lingiz bilan telefonda bir narsani yozib ham ketishingiz mumkin. Xavfli, men bu narsaga chaqirmayman, lekin avtomatizmgacha yetib boradi. To есть mashinamiz sizga oson bo'lib qoladi. Xuddi shu narsani ko'nikma deyiladi. Ko'nikmani shakllantirish uchun maxsus topshiriqlar qo'yishni o'rganish kerak. Hozir men sizlarga bu narsani sekin-sekin tushuntirib beraman. Endi ko'nikma borasida. Ko'nikmani shakllantirish qonunlari bor. Men bilsanglar Namangan davlat universitetida 2011-15-yilda o'qiganman. TFK degan fanimiz bo'lgan bizda. Teoriya, metodika, fizika, kultura. U yerda TFKda biz nazariy ma'lumotlarni o'rganardik. Insonda ko'nikma shakllantirish nazariy ma'lumotlarini. O'sha yerda qonunlar berilardi bizga. O'sha qonunni men o'zimman
o'zimni talqinimda yozdim. Talqin to'g'ri, to есть sal tushunarliroq qilib yozganman. Ko'nikmaga qanchalik ko'p kuch va vaqt sarflasangiz, o'sha ko'nikma shunchalik tez shakllanadi. Ya'ni misol uchun ingliz tilidan aytaylik, mana Bekzod ingliz tiliga chiqsa ertaga, men ham ingliz tiliga chiqsam, ikki kishi 0 bo'lsak, bu kuniga 1 soatdan shug'ullanib turib, orada 2 kun dam olib, keyin yana 1 soat shug'ullanadigan bo'lsa, men har kuni 3 soat, 4 soat vaqtimni sarflab ingliz tili haqida o'ylab, qanaqadir yana qo'shimchalar qilishga harakat qilib, rejimimni o'sha ingliz tilim yaxshi bo'lish uchun to'g'irlab, qanchalik ko'proq kuchimni, vaqtimni, fikrimni, hayolimni jamlab sarflasam, menda shu ko'nikma tezroq shakllanadi. Bu ko'nikma shakllanishning birinchi qonuni, eslab qolinglar. Yozib olish va hokazo shart emas, prosta logikasini tushuning. Sizda bir narsa avtomatga yetish uchun ko'proq vaqt sarflasangiz va kuch sarflasangiz, shu narsaga bu narsa tezroq avtomatgacha yetib boradi. Tamom. Endi tabiiy savol tug'iladi ko'pchilikda. Xo'p, Davron aka, tushunarli. Ko'nikmani shakllantirishimiz kerak. Demak, ingliz tilini o'rganish yoki aytaylik, biologiyani o'rganish ham ko'nikma hisobida bo'lishi mumkin. Uni ko'nikma darajasiga olib chiqishimiz uchun biz ko'p shug'ullanishimiz kerak ekan. Ya'ni kuniga tam 1 soat, 2 soat, ba'zida 3-4 soat shug'ullanishga majbur bo'lar ekanmiz. Lekin bizda dangasalik bor. Shuni hisobiga biz shu narsani qila olmayapmiz. To есть объем katta, ish объеми katta. Bitta o'tirishda 2 soat ishlash hammaga emas. Bu narsani tan olish kerak. O'ta qiyin masala. Hattoki men ham bitta o'tirishda 2 soat, 3 soat ishlay olmayman hozirgi turishda, lekin ishlayman. Ahamiyat beringlar. Men ishlay olmayman bitta o'tirishda 2 soat, 3 soat, lekin o'sha 2 soat, 3 soatli ishda ishlayman. Qanday qilinadi bu narsani hozir tushuntirib o'taman. Bitta zo'r usul bor. Men usul bilan bir necha yil oldin tanishib qolganman. Hozirgacha ishlatib kelaman. Absolyutni shak shubhasiz eng kuchli usullardan biri. Shunaqa sodda. Prostata sestra genialnosti deydi. Ya'ni daholikni sinisi soddalik deydi. Qanchalik sodda usul bo'lsa, shunchalik zo'r ishlaydi odatda. Shunchalik ishdan chiqish qiyin. Bu usulning nomi pomidor usuli. 1983-yilda, taxminan 80-yilda qilib qo'yganman. Francesco Cirillo pomidor haqida birinchi maqolasini yozgan edi, adashmasam. Pomidor ishlatish turli xil usullari bor. Logikasini yaxshilab tushunib olishingiz kerak. Mana YouTube kanalimda ham pomidor haqida qisqacha video turibdi. U yerda oxirigacha tushuntirmaganman lekin. To есть aynan mag'zini, ma'nosini, mana bunaqa ekan degan darajagacha yetib bormaysiz, mana uni ko'rganingizdan keyin. Undan tashqari pomidor qanday qilib checklistga joylashishi va qanday qilib biz pomidor orqali o'zimizni nimagadir undashimiz mumkinligini bugun tushuntirib o'taman. Xullas kalom, bu inson, Francesco Cirillo ismli inson, pomidor usulini shu 80-yillarda o'zi ishlatishni boshlagan. O'zi razraботчик bu usulni. Qanaqadir bir raketani yasab, birorta kuchli ixtiro qilgan inson emas. Juda oddiy narsani prosta o'ylab ko'rganda, shuni ishlatishni boshlagan. Usul nimadan iboratligini hozir aytib o'taman. Nimaga pomidor deb nomlanishini oxirdagi kimgadir qiziq bo'lsa, uni ham tushuntirib berish mumkin. Endi shu joyda yaxshilab tinglang. Pomidor usulini ishlatish algoritmi. Algoritm nima? Algoritm bu harakatli ketma-ketligi. Любой narsada algoritm bor. Dunyo algoritmlardan iborat. Har holda bu dunyo algoritmlardan iborat. Misol uchun osh qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi guruch sola olmaysiz. Tartib buziladi, oxirida boshqa ovqat chiqadi. Xuddi shunaqa. Yashash algoritmi ham shunaqa. To есть biz tug'ilamiz, sekin ulg'ayamiz, qaraymiz, to есть teskari bo'lmaydi yoki srazu qarib qolmaysiz yoki xullas kalom ketma-ketlik bor-da hamma narsada. Bu yerda ham ketma-ketlik bor, aynan shu ketma-ketlikni ishlatish men tavsiya qilaman. Keyinchalik bu ketma-ketlikni o'zgartirish imkoni bormi, Davron aka, o'zgartirsak bo'ladimi? Birorta o'zgartirish kiritsak bo'ladimi aniqrog'i? Albatta bo'ladi. Siz o'zingiz uchun o'zingiz mukammallashtirishingiz mumkin. Demak, algoritmlar qadamlari, demak, tashqi omillarni yo'qotish. Tasavvur qiling, siz dars qilmoqchisiz, misol uchun ingliz tili bilan shug'ullanmoqchisiz. Men misollarni keltiraman, san tushunarliroq bo'lishi uchun. Ingliz tili bilan shug'ullanmoqchisiz. 2 soat ingliz tili bilan shug'ullanishingiz kerak. O'ta qiyin masala. Voy dod deydi. Miya haligi 2 soatda o'ylagandan keyin imkon qadar shu ishga miya o'zini energiyasini sarflamaslikka harakat qiladi. Bu защитный mexanizm. O'zi aslida yaxshi bu narsa. Bu prosta ayrim joyda to'g'ri ishlata olmaganimizga bizga xalaqit beradi bu narsa. Endi buni oldini olish uchun nima qilasiz? Birinchi o'rinda, birinchi qadam ahamiyat bering. Tashqi omillarni yo'qotish. To есть tashqi omillarni yo'qotasiz. Tayyorlanasiz. Darslaringizni tayyorlaysiz, nima qo'yib qo'yasiz, kitobmi, boshqa narsami? Iloji bo'lsa uydagilarni ogohlantirish kerak. Bu qoidani men takrorlashdan to'xtamayman. Asosiy narsalardan biri. Chunki siz bir kishi chalg'itsa, keyin yana hayolingiz bir narsaga yig'ishingiz qiyin bo'lib qolishi mumkin. Yoki chalg'ib shu bilan chalg'ib ketishingiz mumkin boshqa narsaga. Yoki dars qilib o'tirganingizda eng xavflilardan biri, bir kishi kelib turib chalg'itadi. Chalg'ishingiz hisobiga u chiqib ketgandan keyin telefoningiz qo'lingiz qichib,
olasiz, ichini ko'rasiz, shu bilan qolib ketasiz bir necha soatga. Qaraysiz, kech bo'ladi, uyqusiz kelyapti. Ozonda qilib qo'yaman deysiz, ozonda o'zi turmaysiz. Tursangiz o'zi qatqadir kech qolyapti, shu bilan qolib ketdi bir necha kunga yana o'sha dars. Shuning uchun birinchi o'rinda tashqi omillarni bartaraf qilish kerak. Tashqi omillarga kim kiradi? Tashqi omillarga siz bilan yashovchi любой inson kiradi. Ota-onangiz kiradi, singlingiz kiradi, xotiningiz kiradi, amakingiz kiradi, kim bilan yashaysiz men bilmayman. Aytishingiz kerak, meni darsim bor, ertaga topshirmasam bo'lmaydi, muhim bu narsa yoki meni ishim bor, ishimga taalluqli narsam bor. Iltimos men shuni qilib olay. 40 minut meni tegmay turinglar, 40 minut yoki yarim soat yoki 1 soat. Men keyin любой ish qilib qo'yaman. Kelishdikmi? Kelishdik. Bo'ldi, esingizdan chiqmasin. Tamom. Hayolinglarni ishingizga jamlaysizlar. Bu to есть birinchi qadam hammani ogohlantirish. Ikkinchi qadam ishni rejalashtirish. Ishni rejalashtirishga nima deyilyapti? To есть misol uchun men ingliz tili bilan shug'ullanmoqchi bo'lsam, men shu kitobni olib tayyorlab qo'yaman. Tak, men shu kitobdan dars qilishim kerak edi. Uni qo'yibman, buni qo'yibman. Men rejalashtirib qo'yaman. Yoki aytaylik, qanchadan ham so'z yodlashim kerak bo'lsa, so'zlarimni tayyorlab qo'yaman. Xolos qalam, nima ish qilishimni men rejalashtirib olaman. Tak, hozir bo'ldi. Tayyorladim. Aha, demak, uchinchi qadam, mana shu pomidor boshlanadi. Timerni 25 daqiqaga yoqasiz. Qarab turing, 25 daqiqa bu qonun emas. To есть o'zgarishi mumkin. Bu просто prinsip. Pomidor prinsipi. 25 daqiqa. Keyinchalik qanaqa o'zgartirish mumkin? Nima 25 daqiqa doim kerakmi, yo'qmi? Shu savollarni ham bir ko'rib chiqamiz. Qarab turinglar. Просто ikkita variant bor. Birinchisi, timeringizni olasiz. 25 daqiqaga qo'yasiz. Shuni bosasiz, boshlaydi. Ekranni o'chmaydigan qilib qo'yasiz. To есть ekranni vaqtini o'chmaydigan qilib qo'yasiz. Sabab timer ko'zingiz oldida turishi kerak. Qo'yib qo'yasizda. Shuni qo'yib qo'yasiz. Bosdingizmi? 4-qadam timer signali chalmaguncha, ya'ni mana shu 25 daqiqa to'xtamaguncha, timer o'zi bo'ldi 25 daqiqa bo'ldi demaguncha o'qiysiz. Qarang. Endi bu yerda bir nechta psixologik barriera yechiladi sразу. Birinchidan mana bu timer turganda, mana vaqt ketyapti, qancha vaqt borligini bilib turibsiz. To есть, в принципе, qo'rqinchli emas. 25 daqiqagacha любой kishi ishlashi mumkin. Ahamiyat bering, avtomatik mana 2 soatlik ishim 25 minutga aylanib qolyapti. Ko'ryapsizmi? Men 25 minut ishlayman. Davomi qanaqa bo'ladi va hokazo hozir gaplashamiz, o'ylamay turinglar. Ishlayman, ishlash jarayonida timer yoqdingizmi? Harakat qiling, chalg'imaslikka. Biroq kishi gapirsa ham boshingizni darsingizdan o'zmasdan hozir 1 minut men ogohlantirdim-ku deb qo'ying. Mana pomidorni misol uchun Yaponiyada yoki Amerikada ba'zi biznesmenlar ishlatadi. Men bu narsani internetda ham ko'rganman. Chirilo o'zi ham yozgan, shu darajagacha borganki, kabinetida ishlab o'tiradi-yu, tashqarida qizil knopka, haligi timer yonib turadi. 25 minut mana bunaqa 25 daqiqa orqaga ketyapti. Timer orqaga ketyapti turgan bo'lsa, xonaga kirish mumkin emas, odamlar ishlayapti degan ma'noni anglatadi. To есть pomidordan foydalanishadi. Chet elda juda ham ko'pchilik odam foydalanadi. Ko'pchilik даже Elon Musk ham pomidorni bitta turi bilan foydalanadi. Unda kichkina time blocking deydi u narsani. Xo'p, demak 25 daqiqa ishlaysiz. Xolos qalam, 25 daqiqa ishlaysiz, 25 daqiqa u bitta pomidor hisoblanadi. Bitta pomidor. 25 daqiqa mobaynida to'xtamasdan ishlaysiz, timer qarab turasiz. Xolos har 2 minutda qarab qo'ysangizmi, hech narsa qilmaydi. Hayolingiz bo'linadi, вообще bo'linmaydi umuman hech qanaqasiga. O'rganib qolasiz. Timerdan tashqari mana bunaqa приложение bor. Mana Androidlar uchun ham bor точно, Pomodoro degan. Hozir ko'rsataman mana. Qizil mana shu. Bu iOS uchun. Shuni bossangiz mana o'zi 25 turadi, ko'ryapsizmi? O'zi 25 daqiqa turadi. O'zi tayyorlab qo'yilgan, tagida даже sonlari ham qo'yilgan. Pomidor ishlatish sonlari. Shuni bossangiz ketdi. Mana spetsialniy приложение ham qilinganda shu usul uchun. Uni skachat qilib olishingiz mumkin. Endi 25 daqiqa tugagandan keyin nima qilamiz Davron aka? Birinchidan mana bunaqa narsa bor. 25 daqiqa har 5 minutda bunday bari ko'z tushadi. Vaqt tugadimikin deb qarab qo'yasiz. Har safar 10 minut qoladi va vaqt tugayapti, Xudoga shukr deydi-da, siz darsni vaqtida qilaverasiz. Vaqt tugashiga bir 2 minut qolganda sekin tushunasiz, hozir vaqt tugaydi, yig'ishtiraman, sekin bir takrorlayverasiz. O'qigan narsangizni yoki yodlagan narsangizni. Vaqt tugagandan keyin 5-qadam 5 minutlik damdan iborat. 5 daqiqalik tanaffusdan iborat. To есть 5 daqiqa dam olasiz. Dam olish deganda любой narsani tasavvur qilishingiz mumkin. Kimdir musiqa eshitadi, hatto men tavsiya qilmayman. Men shuni yerga yotib yotaman. Uxlayman deb o'yladim. Shuni polga yotib olaman, qattiq polga. Prям mashqga shuni yotaman, cho'zilib yotaman. Belimni cho'zib yotaman. 5 daqiqa mobaynida oynani ochib nafas olsangiz bo'ladi, ozgina aylanib kelsangiz bo'ladi. Keyin 5 daqiqa tugash bilan 5 daqiqa ham timerda qo'yasiz 5 daqiqani.
davr qaytariladi. To есть yana 25 minut yoqasiz, ketdi ishlayverasiz. Bu yerda bitta zo'r narsa bor. Qarab turinglar. Mana men esinglarda bo'lsa, fillesi bo'ladi, просто bo'g'inlab deyilgan-ku. To есть bitta katta maqsadda bajarib bo'lmaydi. Uni qadamlardan iborat qilib bajarasiz. Har safar bitta katta maqsadga erishish jarayoni bitta topshiriqdan iborat bo'ladi. Ingliz tilini o'rganish jarayonida yoki nimadir yodlash jarayonida u shu katta bitta blokdan iborat bo'ladi. Misol uchun ingliz tili bilan kuniga 2 soat shug'ullanish kerakmi? 2 soat. Mana shunday narsada 2 soat. Qo'rqasiz 2 soat ishlagan. Bu yerda bo'lsa nima qilyapsiz? Miyangiz aldayapsiz. 25 minut deyapsiz. Miya har safar 25 minutni qabul qilyapti xolos. Birinchi 25 minut eng qiyin odatda. To есть birinchi pomidor shuni qilib olsangiz, ikkinchisiga o'tish oson. Odatda 4 ta pomidor ishlab turib 25 minut ishlab 5 minut dam olib, 25 minut ishlab 5 minut dam olib, 4 ta pomidordan keyin 1 soat yoki 2 soatlik dam olinadi yoki boshqa ish bilan shug'ullanish kerak. Odatda. Aynan shu usulga o'rgatib olsangiz o'zingiz kuniga 10 soatlab, 8 soatlab bemalol ishlay olasiz. Sababi orada damlar bo'ladi. Esingizda bo'lsa aytdim, 100 ta tortini oldim, biroq shu 100 ta tortinish nihoyatda qiyin masala. Men ilgari sport bilan shug'ullangan inson sifatida aytayman, u почти нереальный, o'ta kam insonlar qila oladi bu narsani. To есть turnirda bittada chiqib. Agar 100 ta tortini ishimiz 10 taga bo'lib qo'ysak, misol uchun 10 ta tortini 5 minut dam oladigan bo'lsa orada 100 tani ko'pchilik qila oladi o'sha. Ko'pchilik bemalol qiladi hattoki. Xuddi shunaqa narsa bu yerda ham 2 soat o'tirib ishlay oladimi? Yo'q, ko'pchilik ishlay olmaydi. Lekin haligi 2 soatni 4 taga bo'lib olsak, to есть 25 minut ish qilib turib, 5 minut dam olsak, 25, в принципе уже qilsa bo'ladi. Endi pomidor 25 minut bo'lishi shartmi? Yo'q, shart emas. 25 minut bu men uchun eng optimal zo'r vaqt bo'lgan. Men bilmadim, shuni men nima deydi? Avtorlardan o'zimni aqlli deb o'ylamayman. Shunaqa odatim bor. Men bir kishi yozdimi, ko'pchilik ishlatdimi, o'zimni ishlatib ko'raman. Yaxshi ishlaydigan bo'lsa, mabodo dashi ishlamasa ham men ma'lum vaqtdan keyin yana ishlatib ko'raman metodni. Chunki aynan o'sha paytda kayfiyatim yomon bo'lgan bo'lishi mumkin, kasal bo'lgan bo'lishi mumkin, havo davleniyasi yana bir narsa menga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga metod ishlamagan bo'lishi mumkin degan fikr bo'ladi menda. Keyin yana bir marta ishlatib ko'raman. Agar o'shanda ishlaydigan bo'lsa, в принципе, klassik holatda ishlatib ketaman. Sizlar o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni 25 daqiqa u super qanaqadir qonni o'zgartirib bo'lmaydigan narsa deyilgan joyi yo'q. Sizning pomidoringiz 15 daqiqadan iborat bo'lishi mumkin. То есть 15 minut ishlay olasizmi? Ishlay olasiz. Это однозначно. Pomidorni kichiklashtirishingiz mumkin. 15 minutdan kichiklashtirishni tavsiya qilmayman. Elon Musk 5 minutli pomidorlar ishlatishadi deydilar. Men aniq bilmayman bu ma'lumot qanchalik to'g'ri. Time blocking deydi. 5 minut ishlaydi, 1 minut dam oladi deydi. Shunaqa qiladigan shogirdlarim ham bor bitikda. 5 minut ishlaydi, tez bajaradi. Bu yerda yana bitta zo'r tomoni bor. 25 minutda o'ta ko'p ish qilib yorasiz. Ishonavering, 1 soatda ilgari qilmagan ishingiz 25 minut ish qilasiz. Sababi timer. Vaqt orqaga ketyapti, o'yinga o'xshab tuyuladi sizga. Haligi men shoshilishga harakat qiladi. Borgan sari sizda uslovni refleks, shartli refleks paydo bo'ladi. Timerni bosishingiz bilan ishlaydigan bo'lib qolasiz o'zingizdan o'zingiz. To есть robot sifatida funksiyonировать qiladigan bo'lib qolasiz. Endi bu yaxshi ma'noda, обязательно unaqa bir nima deydi? Yomon ma'noda robot deganim yo'q. Naborot ish jarayonida bu ko'pincha qo'l keladi. To есть 25 daqiqa ish, 5 daqiqa dam bu bitta davr, bitta pomidor davri hisoblanadi. Shunaqa pomidor davridan 4 ta bajarganingizdan keyin yarim soat yoki 1 soat yoki katta tanaffus qilib yorsangiz bo'ladi. Bir kunda taxminan men ilgari rosa bir ishib ketgan paytlarim, o'sha ishlab, o'z ustimda ishlab, vaqtim juda ham ko'p paytlari pomidorlarni 14 ta, 15 tagacha olib chiqqanman. Har kuni pomidor bajarish jarayonlar 14 ta pomidor to'xtamasdan full haligi чистый 100% ish bo'lganda, 25 minut sof ish payti bo'lgan menda. Hech narsaga chalg'amasdan 25 timer yoqilsa, miya shuna o'chadigan bo'lib qoladi borgan sari. Shu darajaga olib kelganman o'zim. Hozir pomidorlarni sal kamroq bajaraman. Sababi ko'chada yur, aqa bor, baqa bor, kimdir bilan ko'rish, bugun misol uchun yana qanaqadir marosim bo'ldi, aqa taklif qilishdi. Aqa borasiz, unga taklif qilishadi. Va hokazo. Bugun pomidorni adashmasam 2 marta bajardim. Va hokazo. Haligacha men ishlatib turibman bu texnikani. Bu narsa doim kerak bo'ladi. Endi o'zbek xalq maqollaridan bitta misol, ko'z qo'rqoq, qo'l botir. Ko'z qo'rqish tabiiy. Katta ishdan ko'z qo'rqadi. Siz ko'zingizni aldashingiz kerak. 2 soat, 3 soatli ish eshitganingizda haligi nima deydi? Men psixologiyada bunaqa gapda langirованный strах deydi. Ya'ni uzaytirilgan qo'rquv deydi. Dangasalikni. Ishdan qo'rqishini hisobiga inson boshlay olmay qoladi ishni.
Shuni hisobiga prokrastinatsiya yuzaga keladi. Ishdan qo'rqmaslik uchun ishni nima qilish kerak? Kichkina ishchaliga bo'lib qo'yish kerak. Pomidor shu narsaga qo'l keladi. 2 soatlik dars yo'q siz uchun bugundan boshlab. 25 minutlik dars bor xolos. Faqat har safar 25 minutdan birga bir chiqasiz. В принципе, yengsa bo'ladigan raqib. Qo'pol qilayotganda 10 kishini ham ursa bo'ladi, faqat bittadan kelish kerak uning uchun. 10 kishi birdaniga yopsa hech kim kuchi yetmaydi. Bu yerda ham shunaqa 2 soatlik ish birdaniga kelib qolsa, qiynalib qolishingiz mumkin. 25 minutdan bo'lsa, o'zingiz o'rgatib olsangiz, bax bajaraverasiz. 10 soat to'xtamasdan ishlay olashingiz kerak bo'lsa. Hech qanaqa charchoq, oqo'z yuzaga kelmaydi. Pomidorni 25 minut emas, 15 minut qilsangiz bo'ladi. Men barcha shogirdlarim bor, 45 minut qilgan. Maktabdagi anaqaga o'rganib qolishgan, 45 minut pomidor ishlaydi, 10 minut dam olishadi. То есть, men примерно shunaqaligilar ham bor. Xo'p, endi amaliyotlardan beramiz sizlarga. Bugundan boshlab pomidorlar bilan ishladim, amaliyotini ishlatasizlar. Xo'p. То есть bitta amaliyotda hozir keyin yana qo'shaman. Pomidorlar bilan ishladim degan amaliyot qo'shiladi bugundan boshlab. Bitta indikator ham qo'shiladi. Bajarilgan pomidorlar soni. Bajarilgan pomidorlar soni. Endi men sizlarga hozir bitta tizimni tushuntirib qo'yaman. Qarab turinglar. Leninberger tizimi deyiladi bu tizim. Bu tizim uchun sizga 3 ta korobka kerak bo'ladi yoki bitta bloknot kerak bo'ladi. Alohida. Uyda yotadi bu narsa. Bu tizimni ishlatish shartmi Davron aka? Yo, bu qo'shimcha tizim. Shartli joyi yo'q. Ochiq-oydin aytaman. Yordam beradimi? Ha, juda bir tadbirkorlik bilan shug'ullanib, ishingiz вообще tig'iz bo'lib, tiqilib ketganda shu tizim sizga haqiqatan ham yordam berishi mumkin. Ya'ni siz hali bloknotni tutmasdan turib, hali stikerlar bilan ishlamasdan turib, hali topshiriqlarni yozmasdan turib bu tizimni ishlata olmaysiz. Birinchi o'rinda topshiriqlarni yozishni o'rganib, pomidorlar bilan ishlab, sekin o'zingizni joyiga qo'yib olganingizdan so'nggina bu keyingi etap. Bu qiyinlik bo'yicha keyingi etap bo'ladi. Siz uchun keyin Leninberger tizimi kerak bo'lib qolishi mumkin. Men Leninberger tizimini sal boshqacharoq variantini ishlataman. Uni adashmasam videosi bor bizda. Haliga kitob ichida, da. Sal boshqacharoq qilib ishlataman. U videosini tashlab beramiz sizlarga. Xudo xohlasa ertaga tushadi video. Ertaga bemalol ko'rib olasizlar. Hozir klassik holatini men ko'rsataman. Demak, uning uchun 3 ta korobka kerak bo'ladi. Uyda men haqiqatan ham korobkalar qilib olganman. Korobkalar qanaqa bo'ladi? Qarab turinglar. Demak, uyingizga, o'zingiz xonangizga studentlar uchun zo'r bu narsa. 3 ta korobka qo'yib olasiz. Korobkani qayerdan olaman degan savol menga bermanglar, iltimos. Bu so'raydigan narsa emas. Men misol uchun bitta Luboy 10 kelgan shuna do'konga kirib olganman. Bu tizim bilan ishlatganimda men shuna kirganman, do'konning ichiga kirganman, aka deganman, 3 ta korobka kerak deganman. Hijolat qilmanglar, bari tashlab yuborishadi, bir narsa qilib yuborishadi. Menga 3 ta korobka olib chiqib berishgan, men uyga olib ketganman. Korobkalar ustiga men shu flomaster bilan yozganman. Bugun shart degan korobkangiz bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi bugun mumkin degan korobka bo'ladi. Uchinchisi bu hafta mumkin degan korobka bo'ladi. Bu korobkalar ichida stikerlar yotadi, topshiriqlar bilan. To есть qanaqa qilasiz? Mana men o'tgan safar aytdim sizlarga, har kuni kechqurun ertangi topshiriqlarni tuzish kerak. Bu juda ham zo'r narsa. Eng qizig'i o'zingizni miyangizni shunaqa o'rgatingda siz. Mana xuddi ish qiyin, qilishim kerak, mana burcham, iroda, piroda degan gaplarni ishlatmang. Shirin choy damlang. Snickers bo'lsa ham yaxshi. Shekin bitta shirinlik bilan o'tirib, xotirjam, bitta stikerlarni qo'lga olib, o'ylab, bitta musiqani qo'yib olib qilsangiz ham bo'ladi. Sal chill bo'lish kerak, osonroq bo'lish kerak. Tem bo'l kechqurun hozir uxlaysiz, o'zingizga nagruzka berish shart emas. O'tiribsizda, o'tirganingizdan keyin stikerlarni olasiz. Topshiriqlar tuzib, sekin yopishtirib chiqasiz. Bloknotingizga. Men holatimda bu kitob. Mana men kitob realni ko'taraveraman. Mana ichida o'z topshiriqlarim ham turibdi, ko'ryapsizlarmi? Yozasiz, yopishtirasiz. Esingizga kelib qolsa ertaga aytgancha Bekzodga telefon qilib, Bekzoddan kitobni olishim kerak edi. Demak, topshiriq. Bekzodga qo'ng'iroq qilib, kitobni olib kelib berishni eslatib qo'yish. Tuzildi, yopishtirdim. Ya'ni ertaga nima qilishim kerak edi? Demak, ertaga oyimga qo'ng'iroq qilib, nimadir eslatib qo'yishim kerak. Oyimga qo'ng'iroq qilib, bir narsa eslatib qo'yish va hokazo. Xo'p, ertaga ingliz tilidan darsim bor edi. O'shani 100 ta so'z yodlab qo'yishim kerak. Demak, mana shu joyda pomidor bilan ishlatsangiz bo'ladi. Ingliz tili darsimni bitta pomidor mobaynida bajarish. Topshiriq, dish yopishtirdingiz. Kechqurun qilasiz bu narsani. Endi Leninberger tizimida
stikerlarni bu kitob ichiga yopishtirish tavsiya qilmaydi Lenenberger Michael. То есть u korobkalar ichiga tashib qo'yish tavsiya qiladi. То есть korobkalar ichiga stikerlarni tashib qo'yish tavsiya qiladi. Mana. То есть ertaga bajarishingiz kerak bo'lgan topshiriqlaringiz bor-ku, mana bugun shart degan korobka bor-ku. Bu korobkani men ishlatmay qo'ydim. Men bu korobkani o'rniga ertaga bajarishim kerak bo'lgan topshiriqlarni srazu bloknotim ichiga yopishtirib ketaman. Chunki men ertaga buni bajarishim kerak. Ertalabdan turib bajarib ketishim kerak bo'lgan topshiriqlar. Endi ikkinchi kategoriya topshiriqlar bor. То есть ertaga bajarsam bo'ladi ertalabdan. Ну, juda shart emas. В принципе, 2-3 kunga qolib ketsa ham mayli, hech narsa qilmaydi. Vaqtim bo'lsa bajarib qo'yaman. Shunaqa topshiriqlarni korobkaning ichiga tashab qo'yinglar. Mana bu korobkaning ichiga tashab qo'yinglar. Tashab qo'yiladi. Hop bu korobkaning ichiga tashalgani bilan nima qilinadini o'ylamay turinglar, hozir tushuntiraman. Tashab qo'yiladi. Yana shunaqa topshiriqlar bo'ladi. Misol uchun menda shunaqa topshiriq borki, mana yaqinda supermiyachilar bilan uchrashuvimiz bor. O'shani borib joyini ko'rib kelishim kerak. Men ertaga yoki indinga yoki juma kuni ham qilishim shart emas u narsa. Men o'sha topshiriqni tuzib qo'yganman. U topshiriq menda mana shu 3-korobkada turishi kerak. То есть, в принципе, bu hafta bajarishsa bo'ladigan topshiriqda u. Ertaga ham shart emas. Tayyor stikerni topshiriqlarni haligi zagotovka qilib qo'yaman, xuddi powerga o'xshab. Tushunibsizlarmi? O'tirib o'ylayman-da, ertaga bajarishim kerak bo'lgan topshiriqlarni tuzaman. Tak, yana bir ikkita topshiriqlar bo'ladi, no ertaga bajarish shart emas. Indinga bajarsa bo'ladi. Bularni ikkinchi korobkaga tashlab qo'yiladi. Bloknotga yopishirish shart emas uni. Yana ba'zi topshiriqlar bo'ladiki, bajarish kerak, no 10-15 kundan keyin bajarsa bo'laveradi yoki shu haftaning oxirida bajarsa bo'ladi. Ularni 3-korobkaga tashlab qo'yiladi odatda. Endi buni soddalashtirilgan varianti bor. Men o'zim uchun o'zim shunaqa ishlatishni boshlaganman. Uni videosini tashlab beraman sizlarga. Bu yerda logika shunaqaki, janoblar xonimlar. Qaranglar, bu narsani tayyorlab olganingizdan keyin sizlar nima qilasizlar? Mana men kechqurun o'tirdim, choy damladim. Men choy haqida bekor ko'p gapiraman. Haqiqatan choy damlab, bir kola ichib, xotirjam qilinadigan ish bo'lishi kerak bu sizlar uchun. Unaqada qiynalib o'tirib, ko'zingiz baqa chiqib ketguncha o'ylaysiz, ertasi kun qilgis kelmay qoladi. O'zingiz bezdirib qo'yasiz. Xotirjam o'tirib, ertangi vazifalarni tuzaman. Bloknotga yopishtiraman. Ba'zi topshiriqlarni o'ylayman-da, ertaga bajarish shart emas. Nu, esimdan chiqmasligi uchun bari men chiroyli qilib tuzib yozib qo'yaman-da, korobkaga tashab qo'yaman. Kecha korobkaga tashab qo'ygan topshiriqlarni ham bir ko'rib chiqaman-da, Kechqurungi reviziya bu har kuni qilinishi kerak bo'lgan ish. Ko'rib chiqaman-da, ichidan birontani olib, buni ertaga bajarishim kerak deb, bunday baqa yopishtirib ham qo'yishim mumkin. Bloknotchiga o'tkazib qo'yishim mumkin. Endi har kungi kechqurungi reviziyani cheklisti bor menda. Shu cheklist sizlarga beraman. Har kunlik tekshiruv algoritmi qarab turinglar. Har kunlik tekshiruv algoritmi nimadan iborat bo'ladi? Bugunlik topshiriqlarni ko'rib chiqing deganda men nimani nazarda tutyapman? Ya'ni ertadan bajarishingiz kerak bo'lgan topshiriqlar nazarda tutilyapti. Ertadan bajarishingiz kerak bo'lgan topshiriqlar nazarda tutilyapti. То есть o'tirasizda ertaga bajarishim kerak bo'lgan topshiriqlar qaysi biri edi deb yo korobkangizdan olishingiz mumkin yoki просто stikerlarga tuzib yopishtirib chiqishingiz mumkin. Shu narsani nazarda tutyapman. Men bitta ozgina so'z o'ynab qolgan, xato yozib qo'yganman. Haqqingizni ma'nosini tushunsanglar bo'ldi. Birinchi qiladigan ishingiz ertaga qilishingiz kerak bo'lgan topshiriqlarni tuzib chiqasiz. Bu bir. Ikkinchi qiladigan ishingiz bu mana shu shart emas o'z aslini olganda. Ba'zilar nima qilishadi? Mana meni ham odatim bor edi ilgari. Misol uchun men bittan biror topshiriqni bajarsam, aytaylik, mana shu topshiriqni bajardim. Mana shu topshiriqni bajardimda, bajarganimdan keyin g'ijimlab tashlab yuborish odatim bor hozir. Ilgari orqasiga olib qo'yardim kitob. То есть bloknotim orqasiga olib qo'yardim, kechqurun ko'rib chiqish uchun nima qilganlarim bugun. Qayerda xato bo'ldi, nima qilsam bo'lardi? Просто чисто analiz, hayotingizni analiz qilasiz. Xo'p, keyin mixlarni sug'uriladi. Har kunlik tekshiruv algoritmida mix sug'urish algoritmini bajarasiz. Mashqini, ya'ni amaliyotini. То есть kechqurun o'tirasiz, ertangi kuningizni topshiriqlarni tuzib chiqasiz. Bugun bajargan topshiriqlarni bir eslab chiqasizda, undan keyin kun bo'yi bo'lgan qilgan ishlaringizni bir o'ylab chiqasiz. Mixni sug'urish shunaqa bo'ladi. O'ylab chiqasizda, men bu qolib ketibdi, u qolib ketibdi, bu qolib ketibdi bo'lsa, ulardan ham topshiriqlarni tuzib sразу yopishtirib qo'yasiz. Ertaga bajarishingiz kerak bo'lgan topshiriqlarni tuzing. Mana bu o'zi men tepada turadigan gap, xullas kalom shu. To'xtab turinglar, sizlarni adashtirib qo'ymay. Uzr so'rayman, men yozganimda adashib yozib qo'yganman. Xullas kalom mana super sodda.
ertangi topshiriqlarni kechqurun tuzasiz, ertaga bajarishingiz kerak bo'lgan topshiriqlarni. Bugun kechgacha bajargan ishlaringiz bir o'ylab ko'rasiz. Buni yana bitta zo'r tomoni bor, samanaliz bilan shug'ullanasiz. Tushunasizmi? Haligi sal o'zingizni boshqarishingiz paydo bo'ladi. Keyin mixlarni sug'urasiz. To есть, o'ylaysiz, kun bo'yi buni bajardim, buni men bu qolib ketibdi-ku deb. Kuningizdan bitta o'tsangiz, qolib ketgan bitta ikkita ishlar chiqib kelishi mumkin. Chiqmasa hech narsa qilmang. Chiqib kelgandan keyin uni ham topshiriq sifatida yozib olasizda, bloknotga yopishtirasiz yo korobkaga tashlab qo'yasiz. Agar ertaga bajarish kerak bo'lsa, bo'ldi. Bu reviziya. Bu o'sha kechki reviziya hisoblanadi. Bir kunlik reviziya bo'ladi bu narsa. Xo'p, endi demak, bu bir kunlik reviziyamiz edi. Haftalik tekshiruv algoritmi ham bor bizda. Har hafta qilish kerak bo'lgan narsa bu odatda. Buni hafta emas, men где-то bir 2 haftada bir marta qiladigan bo'lib qoldim. Qanaqadir bir raspsaniyam yo'q bu borasida o'z aslini olganda. Leninberger buni tavsiya qiladi. Sizlarga qo'shimcha sifatida может быть kimdir ishlatar. Demak, har haftada bir marta men tavsiya qilaman shanba kuni kechqurun ishlatishni. Shanba kuni kechqurun, chunki ko'pchilik уже ertasi kuni ishga chiqmaydi, qayergadir borishingiz kerak emas. Odatda yakshanba kuni qanaqadir ishingiz bo'lmaydi. Odatda. Shuning uchun shanba kuni kechqurun Dale Carnegie'ning qaysidir kitobida ham o'qiganman. Adashmasam, bitta tadbirkor haqida yozgan, har kuni kechqurun shanba kuni haftalik qilgan ishlarni kuzatib boradi deydi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Har hafta bir kun ajratasiz, kechqurungi vaqtingizni yarim soat vaqt ketadi, ketsa 1 soat ketishi mumkin plus minus. Yoki bitta pomidor ishlashingiz ham mumkin. Tik pomidor bosasizda ketdi. Bitta pomidor davomida haftalik tekshiruv algoritmini bajarasiz. Topshiriqlarni ko'rib chiqasiz. Ortiqcha topshiriqlarni o'chirishingiz kerak, ahamiyat bering. Kimdir hayron qolishi mumkin, Davronga ortiqcha topshiriqlar bormi haqiqatan ham? Bor. Shaxsan meni qo'limda o'rgangan insonlarni qilish kerak bo'lgan ishlarni yarimigacha o'chirib yuborgan kunlarim ham bo'lgan. Vobshe hech kimga kerak emas, hech kimga hech qachon kerak bo'lgan narsalarni odamning o'ziga topshiriq qilib yozib oladi-da, bajaraveradi. Nimaga bilmadim. Men uchun bu narsa zagadka. Balki umr qisqaligini hali sezish emas, balki umr o'ta qisqa. Bu prosta majoziy gap emas, bu real haqiqat. Tushunmay qolasizlar hech narsani. Shunga maksimal ravishda ortiqcha narsadan qutulinglar. Hech narsaga umringiz yetmaydi unaqa. Bitta yo'nalishda professional bo'lish uchun 10 yil 15 yil vaqt ketadi. Boshqa narsa bilan shug'ullanmasangiz imkon qadar. Xuddi shunaqa bu yerda ham. Buni ko'rib chiqinglar-da, qaranglar. Haftasiga bajargan topshirig'inglar. Qaysidir topshirig'inglar qolib ketgan bo'lsa, bir necha marta balki u kerak emasdir. Balki muhim emasdir. Posta olib tashlab yuboringlar, qaytib bu topshiriqni qilmanglar. Kalendarni 1-2 haftaga oldinga ko'rib chiqasiz. Mana shu joyda men kichkina astopleniya qilib qo'yaman. Ba'zilar mendan so'raydi, Davron aka soat 16 da Begzod bilan Islomxo'ja bilan shanba kuni soat 17 da uchrashishim, xatga yozishim kerak. Juda oddiy narsa, telefoningizda kalendar bor. Yoki kalendar ilib qo'yishingiz mumkin. O'sha yerga yozib qo'ysanglar bo'ldi. Checklistingizning ichiga kalendar ko'rib qo'yish degan joy qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Har kun kechqurun ertangi kundagi topshiriqlarni tuzishdan oldin mana kalendar qarab qo'ysangiz bo'ldi, esingizdan chiqmaydi hech narsa. 16-kuni Begzod to'yi misol uchun 16-yanvar Begzod to'yiga borishim kerak. Soat 2:30 soat 12 da. Kalendarimga yozib qo'yaman. Keyingi oyda bo'ladi bu narsa misol uchun. Men har kun kalendarimni checklist ichida ko'rishim kerak bo'lsa, men точно esimdan chiqmaydi. O'sha kunni 15-kuni kechqurunni ko'raman. Ha, ertaga to'y ko'rayman. Tirs topshiriqqa yopishtiraman, bo'ldi o'sha. Shu keyingi haftaga topshiriqlarni tuzib chiqaman. То есть keyingi hafta ichi bajarishingiz kerak bo'lgan topshiriqlarni tuzib chiqasiz. Ertaga bajarishingiz kerak bo'lganlarni bloknot ichiga yopishtiriladi. Qolganlarni просто korobkaga tashlab qo'ysangiz bo'ladi. Shu. Tizim o'zi aslida olganda sodda, to есть soddalashtirsangiz bo'ladi. Ertangi videoda men maksimal soddalashtirgan o'zim uchun. Shu amaliyotli kunlik tekshiruv va hokazolar qo'shildi. Endi juda ham kichkinagina ma'lumot berib qo'yaman, keyin savol-javoblarga bugun ko'proq vaqt ajratamiz, xudo xolos. Tak, hozir 1 minut. Topshiriqlar turi bor. Zangor topshiriqlar bor, qizil topshiriqlar bor. Zangor topshiriqlar, ya'ni yashil topshiriqlar ko'tarishga yordam beradigan topshiriqlar. Misol uchun kitob o'qish, mnemonika bilan shug'ullanish va hokazo. То есть, в принципе, u narsa orqali siz qorningiz hozir to'ymayapti. Siz ishingizga tegishli emas, dadangiz so'kmaydi unaqa qilmasangiz, boshlig'ingiz ishdan o'ltib yubormaydi unaqa qilmasangiz, lekin sizni rivojlanishingiz uchun kerak bo'lgan topshiriqlar. Sport bilan shug'ullanish, xotirani rivojlantirish,
kitob o'qish, qanaqadir ishga tegishli bo'lmagan va hokazo. Qizil topshiriqlar bor. Tushib ketmasligingizni ta'minlab turuvchi topshiriqlar. To есть bu ishingizga tegishli topshiriqlar. Boshlig'ingiz buyurgan narsa va hokazo. Siz uni bajarishingiz shart. To есть bu siz burchingiz. Yashil topshiriq burch emas, qizil topshiriqlar burch. Ikkitasini ajratishga harakat qiling. Nima uchun ajratiladi? Sababi juda oddiy. Har kuni ertalab zo'r amaliyot mana shu. Ishoninglar, hayotingizni o'zgartirish mumkin bo'lgan bitta amaliyotlardan biri mana shu bo'ladi. Shuni o'zini bajarsanglar ham katta ehtimol bilan qolgan tizim sekin-sekin sizlarga singib boradi. Telefoningizni qo'lingizga olishdan oldin bitta yashil topshiriqni bajaring har kuni. Amaliyotlarga bugundan boshlab qo'shib qo'yamiz-da. Bu nima degani? Bu degani mana bunaqa. Qaranglar, men kechqurun uxlashimdan oldin topshiriqlarni tuzaman. Ahamiyat berib, men kitob pichiga qilaman bu narsani. Men uchun bloknot kitob. Mana hozir bu yerda bajarilishi kerak bo'lgan topshiriq yo'q. Lekin bu yerda mana hali men bugun bajarmay qolib ketgan topshiriqlarim bor. Bugun bajaraman, qaysidir qismini bajarib ulguraman. Bunday o'tiraman-da, demak men bajarishim kerak deb bu yerdan olaman-da, bu yerga yopishtiraman. Bajarishni boshlayman, to'g'rimi? Ertangi kungi topshirig'im men bir kun oldin tuzaman kechqurun. Tuzib chiqib, ichiga yopishtirib chiqqanimdan keyin bitta topshirig'i, bitta yashil topshirig'i. Yashil topshiriq sodda bo'lishi kerak. Uydan chiqmasdan bajaradigan yashil topshiriq tanlayman. Misol uchun 20 ta отжимание qilish. 20 marta bunday отжимание qilish. Shu topshirig'im ham bajarilishi kerak bo'lgan joyga yopishtirib uxlayman. Ertalab uyg'onganimda telefonimni tegishimdan oldin qoida bu. Men shu yashil topshiriqni bajaraman. Telefonimni tegmayman deb o'zimni qo'rqitmayman. Ertalabda telefonni qo'limga ushlamayman deb o'zingizga va'da bersangiz, bu narsani va'daning ustidan chiqa olmaysiz. Srazu chiqa olmaysiz. Ya'ni sekin-sekin o'zingiz boshqarishingiz oshib olgandan keyin qila olasiz bu narsani. Hozir yo'q, imkoni bo'lmasligi mumkin. Zato 10 ta отжимание qilaman, to есть badan tarbiya qilaman-da, keyin telefonimni olaman degan uстановка qilsangiz, bu narsani topshirig'i tezroq bajartiradi menga. Va tezroq bajar deydi. To есть har safar kuningiz topshirig'idan boshlanadi. Keyingi topshiriqlarni bajarishingiz keyin osonlashib boraveradi, borgan sari. Taxminan shunaqa. Xo'p, checklistga bitta yuzlanamiz. Tak. Demak, qarab turinglar. Checklistimiz ichiga qo'shilgan narsalar. Loyihalar ro'yxati bor. Ha, pomidorlar bilan ishladim bor. Har kuni pomidorlar bilan ishlating. Pomidor 25 daqiqadan iborat odatda. Uni 15 daqiqadan qilishingiz mumkin. Kech qo'shilgan bo'lsangiz, pomidor logikasini tushunish uchun bu videoni yana qaytadan ko'ring. Uzun bo'lmadi. Birinchidan, yakshanba sizlarni uzoq ushlab turish niyatim yo'q. Ikkinchidan savol javoblarga ko'proq vaqt qoldiramiz. Shuning uchun ko'proq yana bir marta ko'rib chiqinglar pomidor tushuntirgan joyimni. Kunlik tekshiruv, bu degani har kun kechqurun ertangi kunga topshiriqlaringizni tuzishingiz, haftaning oxiriga topshiriqlarni tuzishingiz va hokazo. Bunga tegishli yana bitta video men tashlab beraman, ya'ni kuratorlar tashlab berishadi. Telefondan oldin bitta yashil topshiriq bajarish. Bu yerda bitta indikator qo'shamiz. O'tgan safargi antidangasalikda bitta bola, bitta shogirdim tavsiya qildi. Davron aka dedi, mana indikatorlar bor, raqamlar. Bajarilgan pomidorlar sonini qo'shaylik dedi. Zo'r bo'ladi mana shu bajarilgan pomidorlar sonini yozib qo'yib, bir kunda nechta pomidor bajarib turganingizni ham kuzatib borsangiz bo'ladi. Tak shu. Kimda qanaqa savol bo'lsa ketdik. Ketdik sen turib ketib bormaymi? Amin, ketgan. Bezotli ishlayman shu omizda. Ketdik sen deraza. Chiqdingmi? Tak. Ideal tizim. O'xshaganlar shu kelgan chirinloni. Yo'q, pomidor borasida, qaranglar, pomidor borasida. Mikrofon nastroykani to'g'rilab pirilyapti. Nima gap, xudoga shukr. Mikrofon pirilyaptimi, rostdan ham. Ras, hozir bir ko'ramiz o'zimiz ham. Yo'q, ovozingizda nimadir bo'lishi mumkin. Yaxshi eshitilyapti. Bo'ldi, o'chirib qo'ying. Qaranglar, qumsoat emas. Francesco Cirilloning oyisi pishirganda pomidor shaklidagi taymer ishlatar edi. Tepasini burab qo'yiladi-yu. Shunga pomidor deb atagan. Qiynalib o'tirmaganda. Nomi nega yana pomidor? Aytdim, Davron aka mikrofon almashtiring, iltimos. Nimaga? Yaxshi eshitilyapti bizga. Pomidor usulini nimaga yana pomidor usuli? Aytdim uni loyihaning topshiriqlari bilan kunlik topshiriqlarni birga ishlatsak bo'ladimi? Loyihaning topshiriqlarini da Valijon Sadullayev, qaranglar, bitta zo'r sizlarga gap.
Bittasan tushuninglar, topshiriqlar ro'yxati bitta. Shaxsiy topshiriqlarni ham bitta ro'yxatga yozasiz. Любой boshqa ishga tegishli topshiriqlar ham bitta ro'yxatda tursa bo'laveradi. Qanaqadir rangli-pangli qilish shart emas. Sizlar hozir mana buni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Qaranglar, menda ikki xil rangdagi stikerlar qolganda, bu prosta bitta rangdagi stikerim tugagandan keyin ikkinchisini ishlatishni boshladim men. Qarab o'tirganim yo'q. Qiyinchilik tug'dirib o'zingizlarga bir narsa qilmanglar-da, hammasini bitta joyga yopishtirib tashlaverasizlar. Assalomu alaykum. Kitob yetib keldi. Sog' bo'ling. Savol kam bugun. Assalomu alaykum. Darslarni yaqinlarni ko'rsatsam bo'ladimi? Masalan, uydagilarga, kursdoshlarimga, darslarni ko'chaga olib chiqib, mahallada katta ekran qo'yib ko'rsatsam bo'ladimi deb so'ramabsiz-da. Uydagilarga mayli tushunarli. Xo'p, pomidor dam olish vaqtini ko'paytirsa yoki kamaytirsa bo'ladi. Asosan ko'paytirish boshlang'ich Abdug'affor Odilov ko'paytirsa bo'ladi. Bugun mikrofon noto'g'ri sozlangan ko'rinasizlar. Ovoz bijir-bijir. Endi yaxshilandimi? Men sal uzoqroq turdim mana. Может быть, yaqin gapirganimga bo'lishi mumkin. Aniq bilmayman. Pareto prinsipini ingliz tilida ishlatish mumkinmi? Mumkin. Pareto prinsipi haqida men birorta video chiqaraman. Ko'pchilik почти hamma Pareto prinsipini noto'g'ri tushunadi. Har holda internetda gapiradigan insonlar u yerda sal boshqacharoq tushuncha berish kerak o'zi aslida olganda, men nazarimda. Xo'p. Leninberger tizimini yaxshi yoki bloknot ishlatgan qaysi biri yaxshiroq? Farruxjon Yusupov ertaga video tushadi. O'shani bir ko'ringda. Men Leninberger tizimini bari ishlatish kerak Leninberger tizimini. Sizlar qanaqa darajaga chiqishingizga bog'liq-da. Prosta tak oddiy bitta chiziqda ketsanglar normal. Agar misol uchun muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsanglar, majoziy ma'noda albatta o'zingizlarning yo'nalishingizda katta ob'yomdagi ishni bajarasizlar. To есть topshiriqlar ko'p bo'ladi. Uni tizimga solib, bugun bajaradigan, bu hafta bajaradigan narsalarni ajratmasanglar qiynalib ketasizlar. Ish nihoyatda ko'p. Ish kamaymaydi. Agar siz misol uchun biznesni boshlab turib ishim kamayib, men dam olib o'tiraman, o'tirmaysiz dam olib. Men ishonaveringlar, men yuribman shu biznesmenlar ichida gaplashib, bugun ham nechtasi bilan ko'rishdim. Bu miyasi bor-ku, qaynab ketgan ishda. Ishlayveradi. Любой boshqa odamlar ko'p ishlaydi ular ko'pi. Majbur ishlashga, ular ish yoqtirgandan emas, ba'zilari yoqtiradi, kayf qiladi. Misol uchun men ham o'zim ishimni yaxshi ko'raman. Ish ko'p-da. Shunga bu tizimlarni полностью o'rganib, qaysidir birini keyin olib tashlasangiz yaxshi bo'ladi. Ham erinayotganlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Darsda qatnashgan Sherbek Olibayev boya maslahatni berdim. Checklistdagi bitta mashqni bir oy bajaring, bitta amaliyotda. Keyingi amaliyotga ikkinchi oyda o'ting. Super dangasa o'tish bo'ladi. O'zi eng to'g'ri yo'l shu. O'sha yerda ahamiyat berasizlar. Sizlar dangasalikka emas, shoshqaloqlikka qarshi kurashishga to'g'ri keladi. Chunki tezroq holatda endi bu dunyo qonun qoidalari bor-da. Men o'rnatmaganman-da. Misol uchun bugun stikerga yopishtirilgan topshiriqlarning birini qilmadim. O'shani ertangi ro'yxatdan qo'shaylikmi? Ozodbek Rahmonov, men o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holatda bitta narsani tavsiya qila olaman. Tak. Hop, hozir aytaman. Darafeyev degan inson bor. YouTube'da ko'rsanglar. O'shaning tavsiyasi bilan men bu texnikani ishlatib ko'rdim. Kunlik qolib ketgan topshirig'imni stikerini olaman, g'ijimlab tashlab yuboraman. O'sha topshirig'ni sal boshqacharoq qilib tuzaman. Unaqada qolib ketgan narsa, qolib ketgan ovqatga o'xshab yegiz kelmaydi-yu. Achimagan bo'lsa ham yegiz kelmaydi. Sovib bo'lsa-da g'alati bo'lasiz. Bu yerda ham shunaqa qolib ketgan topshiriq bajargisi kelmaydi qanaqadir odam. Yangi yozilgan tezda bajargisi kelib ketadi. Xuddi shunaqa mana misol uchun mana Bekzodning oldiga borib bloknotni olishni, men ertasi kuni bloknot olish uchun Bekzodning oldiga borish deb topshiriq tuzib, sal o'zgartirib tuzib qo'yaman, yangiga o'xshab turadi. Shunaqa qilaman-da. 8 dan 16 da musiqalarni eshitish miyaga qanday ta'siri bor? Musiqa eshitish miyaga qanaqadir ta'siri borligi haqida menda hech qanaqa ma'lumot yo'q. Salbiy demoqchiman. Ovozini baland qilib eshitsangiz, bo'lishi mumkin. Konkretni musiqa ta'sir qiladimi yoki yo'qmi? Men bilmayman. Bu narsada men hech qanaqa ma'lumotim yo'q. Men eshitaman. Uyqu ham buzilishi mumkinmi? Menda uyqu kechasi Fatimka Abdurashidova, qaranglar, uyqu buzilgan insonda agar periodически bu narsa bo'lsa, specialistlarga uchrang. Bu tish og'riqqa o'xshagan narsa. Tish stomatolog davolasa, uyqu bilan bo'lgan anaqani muammolarni somnologlar davolaydi. Somnologiya yo'nalishi bor, ko'pchilik bilmaydi bizda. Toshkentda eshitsanglar, вообще olam Guliston. Juda yaxshi klinikalar bor. Men tavsiya ham qila olaman dash. Asab va ruhiyat misol uchun yoki DMC degan klinika bor. Oybekda joylashgan adashmasam, somnologiya, uyquga borish. Doktorga borib bitta ko'rinib keling, bir donaga narsani yozib berib ham sizlarni uyqunglarni to'g'irlab qo'yish mumkin. Men bunaqa narsani ko'p kuzatganman. Bitta qanaqadir modda yetishmaydi. Shuni yozib beradi 2 oy ichida deydi. 2 oydan keyin
вообще tetik bo'lib qolasiz. Ovozda ozgina muammo ko'pchilik yozyapti. Boshda aytganda men e'tibor bermadingiz bo'lishi mumkin, ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin. Kecha video tashlamadi. Qaysi video? Kecha video tashlash kerak emas. Yo'q, kecha video tashlash kerak emas edi. Sherzaka yondashib. Kecha video tashlanmadi, ertaga videoda mavzuga qarabdi. O'zimizdan o'zi video tashlamaymiz-ku. Mikrofon sal balandroq gapirganingizda bizani tilimiz yoki naushnikimiz kolonkasi xirlab qolyapti. Ha, bo'ldi, mana sal uzoqlashdim. Endi yaxshi bo'lgan bo'lishi mumkin. Pomidor ustiga ham dangasalik qilsak-chi, pomidor kamaytirasiz. Azizbek aka, qarang, mana bunday qilsangiz bo'ladi. O'zingiz dressirovka qilsangiz bo'ladi. O'z default tizimingizni yoki dominantangizni dressirovka qilsangiz bo'ladi. Shirinlik yoqtirsangiz, misol uchun aytaylik, Skittles yoki M&M's olasiz, bitta idishga solasiz. Bir paytlar qilganman shu narsani. Men jahon chempionatiga tayyorlanish jarayonida pomidorni 10 minut qilib qo'yasiz. Hozir 10 minut shuni tugashiga bitta shirinlik yevorasiz. Ishonavering, bir haftada haligi pomidor qiyisga keladigan bo'lib qoladi keyin. Miya shunaqa narsada, miya qarang, ong boshqa, miya boshqa. Miya kuchli kompyuter bo'lganim ongsiz u. U absolyutni hech narsani tushunmaydigan bitta tupoy kompyuterda qo'pol aytgan. Hisob-kitob kuchi nihoyatda katta. Uni boshqarishni o'rganish kerak. Xuddi katta bitta arslonni boshqargandek. Shuning uchun siz ongli ravishda ongingiz kuchsiz bo'lsa ham miyaga qaraganda, lekin ong tafakkurga ega. Siz o'zingiz aldashingiz mumkin shunaqa qilib. Haligi kinologlarni bir o'rganib chiqingda YouTube'ga juda ham foydali. Itlarni dressirovka qilishadi-yu. Miyani ham shunaqa dressirovka qilish imkoni bor. Bu narsa realni bu haligi обучение с подкреплением deydi bu narsani. Yana tasdiq bilan ta'lim deydi. Misol uchun 2 bet kitob o'qingda, biz shirinlikni yeyavering. Sirazu orqasidan. Men o'ylaydiki, ha, men 2 bet kitob o'qib, orqasidan mazza qilyapman deydi. Agar shirinlik yoqtirsangiz albatta. Demak, 2 bet uchun mazza qilyapman degan logika paydo bo'ladi. Keyin o'qigingiz kelaveradi. Bugun qisqa bo'lsa juda foydali bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling. Aha, mikrofon uzoqlashdim, pirilib qolyapti aka. Baland gapirganimda bo'lishi mumkin-da. Uzr, men zapisni bitta ko'rib chiqamiz. Eschi yozib beramiz qaytadan. Buknomi kitobidan foydalansam bo'ladimi ingliz tilida? Men tavsiya qilmayman. Sababini aytishim mumkin. Qarab turinglar, mana bunaqa narsa bor. Qisqa muddatli xotira degan tushuncha bor. Qisqa muddatli xotirada takrorlanish intervali 1,5 minutdan 2 minutgacha bo'ladi odatda. To есть misol uchun men bir narsani yarim soat takrorlab, keyin yana yarim soat takrorlab, keyin yana yarim soat takrorlasam, o'sha narsani Xudoga shukr, men eslab qolishim nihoyatda qiyin bo'ladi. Tushunyapsizmi? Qumga yozsangiz o'chib ketaveradi-yu. Qisqa muddatli xotira ham shunaqa. Qisqa 2 minutlik narsani takrorlarsangiz, u o'chishga ulgurmasdan takrorlanadi. Deyarli. Sekin-sekin o'rnashadi. Men o'sha endi aynan qaysidir brendni men yomonlash niyatim yo'q. Shu Buknomiga o'xshagan ayrim kitoblarni men ko'rib chiqdim. Materialni shogirdlar berishdi, o'rganyapmiz deb 25 minutlik narsani qayta takrorlash orqali u narsani eslab qolib bo'ladimi? Bo'ladi, lekin 6 oyda emas. 5 yil, 6 yilda bo'lishi mumkin, ha. 6 oy ishonishim qiyin. O'rtacha miya bu narsaga qodir emas. Bugun o'qidim pomidor. Xo'p, kitob o'qishda nimaga e'tibor berish kerak? Kitob o'qishda shoshilmaslikka e'tibor berish kerak. Kitob o'qish haqida mana videoyim turibdi YouTube'da. Shuni borib ko'rsanglar bo'ladi. Kitobda ba'zilar o'ylaydi, ko'p kitob o'qsam aqlli bo'ladi. Yo'q, ko'p kitob o'qib aqlli bo'lib qolmaysiz. Hech qachon unaqa bo'lmagan, hech qachon unaqa bo'lmaydi ham. Bitta kitob o'qib ham qoyillat yurgan insonlar nechta. Kitobni o'qib, tushunib, hazm qilib, ichidagi ayrim tushunmagan ma'lumotlarni topib, izlanib, yana bir marta qaytib o'qib ko'rib, talqin qilib, kimdir bilan bu kitob haqida bahs olib borib, gaplashib, keyin hazm bo'ladi kitob. Ichidagi narsalarni bajarganingizdan keyin. Keyingi kitobga o'tish kerak odatda. Shuning uchun shoshilmasdan o'qing. Shoshilmang. Konspekt qiling iloji bo'lsa. Kitob ichiga yozing, chizing. Mana любой kitobim yozilgan, chizilgan. Mana ko'rinyaptimi yo'qmi? Qaranglar, mana boshqa kitobni ham ko'ryapsizlarmi mana? Chizuv, yozuvlar bir balolar bor. Hop. Tak. Ustoz checklistni bajarib, to'g'ridan so'ng o'yin oxirida bundan qanday xulosa olamiz? Aytmoqchimanki, biz o'zimiz yana biror narsa bilib olamizmi? G'ayrajon Mo'minov. Tak. Savolingiz hozir bir minut. Hop, checklistni bajarib to'ldirgandan so'ng bunda G'ayratjon aka, checklistda asosiy narsasi ko'nikma shakllantirish. Checklistdan 2-3 ta checklist ichida bitta amaliyotni bajaradigan bo'lsangiz, u checklistdan u narsani olib tashlaysiz, u siz uchun avtomat bo'lib qoladi. Odat shakllantirishda checklist. Odat shakllantirish uchun kerak bo'ladi. Bu yerda даже dangasalikni yengishingiz ham shart emas. Bu yerda shoshqaloqlikni yengish shart. Odamlar shoshiladi, ko'pgina amaliyotni tiqib qo'yaman deydi, sizlarda ham bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Men tavsiya qilaman bitta ikkita amaliyotdan boshlash o'z asnogan.
Sekin mana super oddiy topshiriqlar 2 minut hech narsa qilmaslik. Bu shuni o'zi bilan sekin olib ketsangiz ham bo'ladi. 1-2 oydan o'rganib qolganingizdan keyin bunga kunigada ba'zilar aytadi. Davron aka deydi, ikkita topshiriq bajarish nima foydasi bor? Ey, zato ikkita topshiriq bajaryapsan. Inson oz o'rganib dono bo'ladi. Sekin ertaga 5 ta bo'ladi. 10 ta, 15 ta bo'ladi. Srazu 15 tadan boshlayman degan inson dushanbadan dushanbagacha qoldirib yuraveradi. Chunki bittada 15 tadan bajarish qiyin bo'lishi mumkin-da. Qarabsizki, bu odam 3 yil ham yuribdi hali hech narsa qilmagan. Siz o'sha ancha-muncha narsa qilib bo'lgan bo'lasiz. 4 ta pomidordan keyin 1 soat ko'plik qilyapti. Katta tanaffus shartmi? Yo, shart emas, katta tanaffus. Qarab turinglar. Men gapirgan gaplarimda shartli narsalar yo'q. Bu yerdagi любой metodika insonning miyasini tabiiy ishlash jarayonidan kelib chiqqan. Teskarisini men tan olmayman. Odatda misol uchun sizga mos bo'lish uchun. Buni undan tashqari siz moslashtirasiz. Keyin yana bitta moment bor. Qiyin narsa bu. İnsanlar dunyo qarashi. Ko'p insonlarning miya qanday ishlaydi, ong qanday ishlaydi, qancha tizim bor miyamiz ichida va hokazo haqida anaqa yo'q-da. Tushunchasi yo'q. Shuning uchun u o'ylagan narsa bilan real hayotdagi narsa sal boshqacharoq bo'ladi. Shu to'qnash keladi bir-biriga. Sizga o'zingizni fikrlash bilan dunyo qarashni xalaqit berib qolish mumkin-da. Real hayot nimadan iborat? Mana shu kursda gapirgan narsalar ham ko'p tadqiqotlarga tegishli, ko'rgan bo'lsanglar. Bu dunyoni yaralish jarayonida o'rnatilgan qonun-qoidalarga tegishli. Miyamiz ishlash qonun qoidalar, biologiyaga. Shu narsaga ahamiyat bersangiz bo'ldi. Nimadir ko'plik qilsa, kamlik qilsa, sal o'zgartiring. Sal o'zgartirgan yaxshi bo'lib ketsa, bu degani sarazo, mana shu vaqt yaxshi ekan degani emas, prosta o'sha kun yaxshi kelib qo'ygan bo'lishi mumkin. Buni izlanib topa olasizda haligi joy. Qanday kitob o'qishni odat qilish mumkin? Kitob o'qishni odat qilish uchun juda oddiy. Mana cheklistinglar bor. Qaranglar. Cheklistni amaliyot ichiga qo'shib qo'yasiz. 5 minut kitob o'qish. Bo'ldi. 2 oydan keyin haliginaqa bo'ladi. 5 minut kitob o'qishni qo'shib qo'yasiz shu. 2 oydan keyin taxminan уже odat bo'lib qoladi. Ozginadan boshlagan yaxshi, tak. Davron aka telefondan qachon qutulamiz? Dominantlik nazariyasini tushuntiraman. Agar ishlatsanglar qutulasizlar. Men deyarli 90% zararli odatlarimni yo'qotganman. Zararli odatlarning hammasi menda bor edi. Studentlik paytim men qilmagan ishim qolmagan, ishonaveringlar. Men har balon o'qiganman, har balon chekkanman, har balon ichganman. Hammasini yo'qotganman. Dominantlik nazariyasi menga yordam bergan juda ham katta. Juda ham yaxshi bilaman, tushunaman bu nimaligini. Chekish misolida keltirib beraman men dominantlik ishlashni. O'sha vaqt kelgan. Qo'shiq aytish chalg'itadimi odamni, eshitish kerak dedingiz, pomidor 5 minutlik dam olishda. Kerak emas dedingiz. Chalg'itishi mumkin, ha. Atak kimgadir naborot qo'shiq, mana misol uchun meni tanishim bor Timur aka. Juda ko'p ishlaydi u odam. Men bilaman, kompyuter oldida bitta o'tirsa 4 soat qolib ketadi. Muzika qo'yib ishlaydi. Muzikasi ishlamaydi. Men bilmayman, miyasini o'rgatib qo'ygan. Hamma har xilda bu nuqtai nazardan. Davronga kitob yetib keldi, rahmat. Ruchkangiz, bloknot, futbolkangiz kerak bo'lyapti. Qanday olsak bo'ladi? Hozir yo'q, futbolka yo'q, ruchka yo'q, bloknot yo'q, adashmasam. Hayotbekka qo'ng'iroq qiling, bormi, yo'qmi? Checklistni Lindenberger tizimi checklistni ko'rsataman dudis. Dada, Nodirbek Madrahimov, qarang, PDF tashib berganimda kunli anaqa bor-ku, kunli bilan haftalik tekshiruv. O'sha Lindenberger tizimining checklistlari edi. Checklist deganda nimanidir belgilash degani. Prosta ketma-ket algoritmni ham men checklist deb qo'yganman. Tak shu joyini bir to'g'rilab yozib yuboraman-da. Men ozgina birinchisi ikkita joyini almashtirib xato qilib qo'yganman. Ruchkada yozganim. Atak ma'nosini yetkazib berdim degan umiddaman. Mana pomidorim 12 minut. Kichik tanaffusim qancha bo'lishi kerak va katta tanaffus qancha? Pomidor 12 minut bo'lsa, Abdulloh 3 minut kichik tanaffus bo'lsa, yarim soat katta tanaffus bo'lsa, taxminan 3 minut kichik tanaffus uchun normal menimcha. Topshiriq yozgandan keyin ertalab ko'rgim kelmayapti. Sababini bilmadim. Zafar Ashurov, ertalab ko'rgis kelmayib turgan bo'lsam, nima qilinsiz? Topshiriqni yozing. Birinchisini boshlab olsangiz bo'ldi. Shuni telefon ekraniga yopishtirib qo'ying, stiker. Juda oddiy narsa, olasizda mana. Mana stiker bo'lsa, topshiriq yozasizda, mana. Bo'ldi, mana shuni yopishtirib qo'ying, hech narsa qilmaydi. Mana shuni qo'yib qo'ying. Ekran bilan pastga qo'yib. Ertalab turib shuni ko'tarishingiz bilan birinchi ko'rgan topshiriq bo'ladi. Sodda super kichkina topshiriq bo'lsa, shuni bajaring, keyin telefonni o'ynayingda, davom etib ketishi mumkin. Shunaqa o'zingizni aldab olishingiz mumkin. Tak. Pomidor usuliga to'g'ri kelmaydigan topshiriqlar ham bormi? Bo'lishi mumkin shunaqa topshiriqlar, bilmadim aniq. Nima to'g'ri kelmasligi mumkin pomidor usuli? Deyarli любой narsa to'g'ri keladi.
Hamma narsa to'g'ri keladi. Prosta aytaylik, imtihon topshiryapsiz-da, 3 soat to'xtamasdan o'tirishingiz kerak. U yerda pomidor to'g'ri kelmaydi. Uyda ishlayib turganingizda to'g'ri keladi. Oke, bonus videoni qanday olamiz? Asadbek, Asadbek, hayotga chiqing bu masalada. Men bonus videoni aniq bilmayman. Nima deysiz? Trening tugagandan keyin. Trening tugagandan keyin tashlab berilar ekan. Mana kuratorlar aytishdi. Trening tugagandan keyin tashlab berilar ekan. Qanday qilib kitob o'qishni odat qilishimiz mumkin? Yuqorida aytdim, checklist ichiga amaliyot ichiga 5 minut, 5 daqiqa kitob o'qidim deysiz. Har kuni 5 daqiqa o'qiysiz, checklistga plus qo'yasiz. Undan yog'iga o'qisangiz o'qivering. O'qimasangiz o'sha plusni bajarib qo'ysangiz bo'ldi. Pomidor haqiqatdan ham ishlar ekan. 2 soatdan 30 minut kitob o'qirdim. Bugun bitta pomidorni 90 fora o'qib qo'yaman. Prinsip ajoyib. Ajoyib prinsip, faqat shoshilmang, suyunishga. Achilishga ham shoshilmang, suyunishga ham shoshilmang. Hammasi vaqtincha. Bitta pomidorni bitta topshiriq qilib olsak bo'ladimi? Islombek, da, qaranglar mana. Mana shu logikani tushunib olishingiz kerak. Men misol uchun ingliz tilidan dars qilmoqchiman-da. Men ingliz tilidan dars qilmoqchiman. Men nima qilaman? Ingliz tilidan dars qilish degan topshiriq qo'ya olmayman. Bu hech kim katta narsa. Misol uchun mana Murphy kitobidan qaysidir joyini bajarishim kerak. Men topshiriq yozyapman stikerga. Murphy kitobidan 3-topshirig'i 20 yoki bitta pomidor davomida bajarish. Yoki bitta pomidor davomida ustozim bergan so'zlarni yod olish. Ko'ryapsizlarmi? 2 soatlik 3 soatlik narsani bitta pomidorli topshiriqqa tiqyapsizlar-da, hop, bajaryapsizlar. Hop tashlayapsizlar, keyin yana tuzaverasizlar. Hop. Tak. Tak, hop, hozir. Bitta pomidorni bitta topshirda ustoz xirana bloknotda haqida hech qanday topa olmadim. Iloji bo'lsa kuratorlar tashlab bersa yaxshi bo'lar edi. Ruscha videolari bor, shuni yozib oling-da Bekzod. Xirana bloknot haqida video. YouTube'da juda ko'p o'zbek tilida yo'q ekan. Shu YouTube'da bor. Xirana bloknot haqida video. Xirana bloknotdan Shohroq degan shogirdim bor, Genius ustoz ishlaydi. Doim tutib yuradi xirana bloknot. O'sha o'rganib qolgan. Kasb tanlash bo'yicha iltimos maslahat bering, hammaga foydali bo'ladigan umiddaman. Kasb tanlash bo'yicha konkret maslahat bera olmayman, men chunki bilmayman qanday qilib kasb tanlash. To'g'risini aytaman sizlarga. 4 ta kategoriya bor. Men o'zim uchun aniqlab olgan. 4 tami, 3 tamida hozir bitta aytyapman. Birinchi sizga yoqishi kerak kasb. Endi bu tabiiy. Odam tomi ketib qoladi, yoqtirmagan kasb bilan shug'ullanaversa. Ishonaveringlar, u nihoyatda katta muammolarga olib kelishi mumkin kelajakda. Ikkinchisi, u kasbingiz pul keltirish kerak. Daromad keltirish kerak. To есть yoqadimi? Bo'ldi, все, birinchi etap o'tdi. Ikkinchisi, kasbingiz pul keltirish kerak. Bu qanaqa ma'noda? Oilangizni boqishingiz kerak-da. Och qoringa bilim kirmaydi. Bu bor gap, bu hayotiy gap, bu turgan gap. Siz uyga kirib, bolangizni ko'ziga tikka qara olmaysiz, agar qorni och bo'lsa. Bu yaxshilik bilan tugaydigan narsa, shuning uchun pul keltirish kerak. Uchinchisi, sizni dunyoqarashingizga, e'tiqodingizga to'g'ri keladigan kasbingiz bo'lishi kerak. Siz misol uchun siz dunyoqarashingizga to'g'ri kelmayaptimi? Bu ham yaxshilikka olib kelmaydi sizni. To есть psixologik qiynalasiz. Vijdoningiz qiynaladi va hokazo. Shuning uchun o'zingizga bu tomondan to'g'ri bo'lish kerak. To'g'rinchisi, boshqa odamlarga qanday foyda keltirishingiz kerak. Kasbingiz orqali. Shu 4 ta kategoriyaga to'g'ri keldimi kasb? Faqat ideal kasb, sizning kasbingiz shu. Xo'p, endi taxminan bu. Instagramda postlar rekomendatsiyaga chiqish uchun qanday loyiha qilishni va kichik loyihalarga bo'lib chiqishni maslahat bering ustoz. Qanaqa ma'noda postlar rekomendatsiya? Bu masalani mana Shahram aka qarab turing mana. Cho'tka bitta narsa sizga-da. Men bilmaganim uchun men sizga maslahat bera olmayman. Chunki men bilmayman qanday rekomendatsiyaga nimani olib chiqishni. Topshiriq qo'yasiz hozir. Hozir topshiriq qo'yasiz. YouTube'ga kirib postlar rekomendatsiyasiga olib chiqish uchun video ko'rish. Ko'ring, o'sha yerdan ma'lumot oling. Keyin o'zi ko'rinadi yo'l taxmini. Ma'lumot to'plash kerak-da bu borada. Men chunki qanday rekomendatsiyaga nima chiqadi, qayerga chiqadi, to'g'risi men bilmayman, ochiq aytaman. Sizlar qaramanglar, Davron akada tam qanchadir ham podpisчик bor ekan. Gap undaki bu reklama bo'lgan, target bo'lgan, kimdir ko'rgan qayerdadir YouTube'dagi videoyimni. Undan kelgan odamlar. To есть men o'zim bloger sifatida noldan yig'ib, rosa harakat qilib auditoriya yig'gan inson emasman. Qisman omadim kelgani uchun bo'lgan bu narsa. Qisman bizning marketing va otdeli yig'gan bularni va hokazo. To есть men aniq bilmayman nima qilish kerak auditoriya yig'ish uchun. Shuning uchun topshiriq qo'ying, ma'lumot to'plash shu haqida. To'plang ma'lumot. Kitob o'qish, uxlash kerak. Aynan qaysi soatlar oralig'ida kitob o'qish, aynan hech qaysi soatlar oralig'ida kitob o'qish, uxlash kerak emas. Ishingizga qarab,
men nazarimda odam kechqurun uxlash kerak, ertalab turish kerak. Shu. Tunda uxlamasdan yurib kunduz uxlaydigan odamlar bor. Xudoga shukr, rahmat. Odamlar bormi? Bor. Bunaqa insonlar bor. Men o'zim shunaqa bo'lganman ilgari. Men tungi inson bo'lganman. Tunda ishlar edim, tunda ijod qilar edim, tunda yozar edim, tunda kitob o'qir edim, kunduz uxlar edim. Nimadir o'zgarganmi, nimadir pasayganmi, men hech narsani sezmaganman. Har holda esimda yo'q. Shuning uchun sizni vaqtingiz bo'ladi. Men kitob o'qish vaqtim uxlashdan oldin. Har kun uxlashimdan oldin men kitob o'qiyman. Bu mening super odatim bo'lib qolgan, u yillab shakllangan narsa. Men o'qimasam uxlamaydigan darajada bo'lib ketganman. Agar mana bunaqa kitob qo'limda bo'lmasa, elektrondan ochib o'qiyotaman. Вообще iloji yo'q. Shunaqa siz ham bitta vaqt qilib oling-da, kitob o'qish vaqti qilib oling o'zingiz uchun. Menda 28 ta miq. Bularni qanchalardan voho, Abdulloh aka bilmadim. Yozib chiqib topshiriqlarga tuzib chiqing. Bir o'tirib konkretni reviziya qilishingiz kerak. U shuncha narsa bosh ichida yurgan ekan. Dangasa bo'lmasdan nima bo'lasiz? O'tirib bir reviziya qiling. Qaysini ertaga bajarishim kerak deb savol bering o'zingizga, o'sha qolib ketgan ishlarni. Agar ishlar bo'lsa shu mixlarni hammasi. Yozing. Keyin yana bitta zo'r narsa, kitob o'qib o'tirganingizda oldingizga list olib oling. Kitobdan birorta fikr chalg'itib olsa yoki g'oya kelib qolsa listga yozib olish uchun. Zo'r narsa. Keyin ko'rib chiqish uchun. Abituriyentga ham to'g'ri keladi. Salomat Azizova abituriyent uchun yaralgan narsa bo'lsa kerak, menimcha, pomidor usuli. Chunki Cheril o'zi ham student edi o'sha paytlar, вообще dahshat narsa. Bitta yozsangiz ham o'qiydilar. Da, to'g'ri. Endi men yetib kelgunimcha o'qiyman-da, hapimizlar. Ertalab kitob o'qigan yaxshimi yoki uyqudan oldinmi? Men uyqudan oldin o'qiyman. Bu degani hammaga shu narsa to'g'ri keladi degani emas. Bunday qilinglar, bir oy ertalab o'qib ko'ringlar, 5 minutda, bir oy kechqurun o'qib ko'ringlar, 5 minutda. Qaysi biri sizlarga to'g'ri kelsa, shunda tushunib olasizlar. Xo'p, men normativ uxlash vaqti 8-9 soat ekan. Bo'ldi, tomon 8-9 soat uxlang. Kimdir nimadir desa, siz o'zingiz eshiting asosiysi. Yoki birorta bir somnolka oldiga borib keling. Odatda men 8 soat uxlayman. Kamroq uxlagan vaqtlarim bo'ladi. Конечно, 3 soat, 4 soat uxlamay ishlayman ba'zida. Sababi ish shunaqa bo'ladi. Kechqurun kechgacha syomka bo'ladi. Ozonda qatqadir borish kerak bo'ladi. Kun bo'yi men lekin tetik bo'lib men normal yuraman. No, bitta ikkita kunga xolos. Yo'g'i sekin o'sha bilintirishni boshlaydi, to'planadi haliga. Kumulativ effekt deydi bu narsani. To'planish effekti, ya'ni oddiy tilda gapirganda. Yetarlicha uxlash kerak-da, janoblar. Shu narsani tushunib olinglar. Yetarlicha degani hammaniki har xil bo'lish ehtimoli bor. Primerni bir xil lekin o'shanda ham. 7 soat bilan 8 soat juda katta farq emas. Kimgadir 7 soat yetadi, kimdir 6 soat uxlaydi. Men tanishlarim bor, 6 soat uxlayman deydi, har holda menga men aniq bilmayman qancha uxlashini o'zasini olgan. Xo'p, kuniga 7 soat uxlasak bo'ladi. Asadbek Amirbekov, xuddi shu gapni aytyapman. Men somnolog bilan intervyu qilaman. Men hamma o'zim tinglovchilarim uchun spesialli eng kuchli specialistlardan biri bilan intervyu qilaman. Somnograf degan bitta apparatim bor. O'shani ham bir tekshirib ko'raman o'zimda. Qancha uxlash kerakligi haqida o'sha insonni eshitasizlar. Xo'p, so'z yodlashga qiynalyapman. Birinchi kuni qanchadan yodlasam yaxshi bo'ladi. Asadbek Yahyoxonov tog bilan bo'lsa kuniga 20 tadan normalniy boshlanishi. Tog usuli bilan bo'lsa, prosta tak bo'lsa men normativlarni bilmayman. 5 tadan boshlang, sizlarga oson bo'lsa ertasi kuni 8 ta yoki 10 ta qilib qo'ying. U ham oson bo'lsa 15 ta. Ham oson emas, ham qiyin emas darajaga chiqqaningizdan keyin shu sizni kunlik normangiz bo'ladi. Maymunchi usuli qolib ketmadim. Kecha men da maymunchi testda qolib ketdi. Bu tak, shuni yozib qo'ying-da iltimos. Men kecha qoldirib oldim, to'g'ri aytasizlar. Bu hozirgi naqamizga juda muhim emas, bitta shunaqa test, shoshqaloqlik testi bu. Siz mana esingizda bo'lsa, maymuncha bilan odamcha bor, haligi modelni ko'rsataman, Tim Urbanning modeli. O'sha sizni ikkinchi tizimingiz, ya'ni birinchi test tizimingiz qanchalik shoshilib qolganini aniqlashingiz mumkin bo'lgan bitta test bor. Kichkina test, keyingi topshiriqda, ya'ni jonli efir boshida bir bajarib ko'ramiz birgalashib. Kuratorlar yozib olishdi, men o'zim topshiriqlarni ichiga qo'yibman. Xo'p, kartochkalar keldi. Ishlash yo'l instruksiyasi videosini bormi? Nodirbek Madrihimov bor, ha, shoshilmang. Tam 25-30 soatlik video, ana flashkaning ichida. Tog degan usulga kelganda o'sha yerda bor. Kartochkalarni ishlatish lekin murakkab narsa. Boshida. Bitta savoldan 18 marta yozadigan yozaman. Qilib qo'yinglar. Jamshid Yo'ldashev, bu narsa men qo'limda emas, men admin emasman hozir. Hech narsa qilmaydi, o'tkazib yuboryapman baribir.
Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Hayot so'rish ko'p energiya olib qo'yish mumkinmi? Yomon his qilyapman, bosh og'rig'i ko'p bo'lyapti. Sobirjon Mardiyev, bosh og'rig'ining sababi juda ko'p. Suv kam ichishingiz mumkin. Обезвоживаниyadan bosh og'rig'i bo'ladi, точно aytaman sizlarga. Bu bir ikkinchidan miya og'rimaydi. Sizlarga kichkina sir ochaman. Boshimiz atrofidagi mushaklar og'riydi. Bundaqa yumaloq mushaklar bu nervli chiqqan boshdan. Qaysidir bir qisilishning hisobiga, mana visoklar qisilishning hisobiga og'rishi mumkin. Suv kam ichsangiz bo'ladi, kam uxlasangiz bo'ladi, stress ko'rsangiz bo'ladi, ko'p zo'riqish bo'lsa bo'ladi, ko'p xayolingiz aylansa boshingizda bo'lishi mumkinmi? Da bo'lishi mumkin bunaqa narsa ham. Suv me'yorini sal ko'paytirib ko'ring, kuniga 3 litrga olib chiqingchi, bir qanaqa bo'ladi, qanaqa o'shanda ko'rasiz. Может, o'tib ketar. Agar xronический bosh og'rig'i bo'lsa, bor bitta FMRT qilib yuboring. Men FMRT qilganman, bosh og'riqlar bo'lganda, deta bir 15-yilda bo'lgan voqea. Boshimda atyok bo'lganman. Zarbadan atyok qolganim bilmasdan yuraverganman 1 yil. Men bittasi urib o'chirib qo'yganman musobaqada, men boshimda bitta qismida shu yuqori hujayralar o'lik bo'lgan. Haligi miya anaqaga urilib, cherib ichiga urilib, men bilmasdan davolanmay yuraverganman, boshim og'riydi bo'lib qolgan keyin. Yarim yil chidab yurganman, keyin doktorga borsam shunaqa ekan. Uni ham bir ko'rsatib qo'ysanglar, har ehtimol hech narsa qilmaydi. Tak jiddiy narsa emas menimcha. Ularni qanday qilib olamiz? Bonuslar haliginaqadan keyin ekan. Treningdan keyin berar ekan. Xo'p, ba'zida 7 soat uxlasam o'zimni zo'r his qilaman, ba'zida esa xos his qilaman. Nega? Bilaman Abdulloh aka, qaranglar, uyqu soati normada 8 soat degani bitta odam uchun, misol uchun tasavvur qilinglar, meni normam 8 soat. Tasavvur qilinglar. Bu degani men har safar 8 soat uxlasam to'yaman degani emas. Kecha men hech qanaqa ish qilmasdan, kun bo'yi oddiy yengil ishlarni qilib yurib 8 soat uxlab to'yishim mumkin. Ertasi kuni men qanaqadir hasharga bordim, g'ish otdim 1,5 minutda kechgacha. Bittasi bilan urishdim, so'kindim bir kishiga, boshim og'ridi undan keyin. Yana charchadim, kun bo'yi och yurdim, kechqurun ovqat yedim. Oyoqlar og'riyapti, beli og'riyapti, va hokazo. Men 8 soatda uyquga to'ymayman o'zi. Tushunyapsizmi? To есть bu dunyo GTA emasda, o'yin emas. O'zi nastroykalari yo'q. Ba'zida bunaqa bo'ladi, ba'zida unaqa bo'ladi. Nihoyat murakkab narsa. Inson organizmi ham murakkab narsa. Ba'zida 8 soat yetadi, ba'zida yetmaydi. Ba'zida kun bo'yi hech narsa qilmasligingiz mumkin, kechqurun 6 soat uxlab, в принципе, tugash ehtimolingiz ham bor. Juda har xil holatlar bo'ladi. Ba'zida o'qishga tayyorlanasiz, ertadan kechgacha 10 soat o'tirasiz. Ertasi kun 10 soat uxlaysiz. Tura olmaysiz o'rningizdan. Miya uxlaydi chunki. Kuchiga bo'ladi. Har xil bo'ladi shuning uchun. Doim bitta vaqt doim yetadi degani emas. Ayni qaysi soatlar oralig'ida kitob o'qish va uxlash kerak? O'zim javob berdim. Men asosan kechqurun dars qilaman. Aka, obedda uxlayman, o'qiymanmi yo uxlayman? Buni kechqurun uxlashdan farqi bormi? Obedda uxlashdan kechqurun uxlash farqi bormi? Bo'lishi mumkin, aniq bilmayman. Sirkadniy ritmlarga tegishli bu. Menda bu haqda ma'lumot yo'q. 25 minut menga ko'plik qilyapti. 10 minut qiling Abdulloh. 10 minut qiling, qanaqadir bir rag'batlantirish bilan birga qiling. Bitta pomidorga bitta deymiz. Bitta pomidorga bitta kolan xoplayman va hokazo. Shunga o'xshagan narsa. Xudoga shukr. Hop. Iltimos bitta xabarni bir marta tashanglar. U haqda hali qilmay qo'yinglar, men o'qimayman tak-tak. Telefondan qachon o'qitilamiz? Bu haqda men dominantlarni tushuntiraman. Vaqt ko'p ketadi. Shuni ham iltimos tushunishingni xohladim. Xo'p, pomidor vaqtini asta-asta ko'paytirib bossak bo'ladimi? Valijon Sa'dullayev 5 yildan beri, 4 yildan beri pomidordan foydalanaman. Shu paytgacha 25 minutdan oshmagan mencha. Ko'paytirishga hojat yo'q. Bo'ladimi? Ha, bo'lar balki, lekin nima qilasiz? Ishlab turgan narsani tiyma. Ishlab turgan narsani tiyma. Shunaqa gap bor. U ras ishlayaptimi? Zo'r tiyma, tamom. Qattan balki shuni ko'paytirib ishlamay qolish mumkin sizga. Undan ko'ra zo'r ishlab turgan narsani tiymaslik kerak, kayf ishlab turib. Darsingiz rahmat. Xo'p, pomidor nastroyka qilib qo'ygan yaxshimi? Qo'l bilan boshqarib turgan yaxshimi? Tak, pomidorni nastroyka qilib qo'ygan yaxshimi? Qo'l bilan boshqarib turgan yaxshimi? Tushunmadim savolingizni. Pomidor yoqib qo'yish demoqchi bo'lsangiz, mana birinchisi qaranglar, telefoningizning ekranini o'chmaydigan qilib qo'yinglar. O'zingiz tushunmasangiz, любой odamga bersanglar, qilib berishadi, ham qiyin emas. Nastroykada kirib qidirsa bo'ldi. To есть vaqt ko'rib turish kerak-da. Vaqt ko'rmasangiz, yoqib ko'rib olsangiz keladi. Qancha qoldi ekanda, qarab tursangiz hech narsa qilmaydi. Men o'chirmayman hech qachon. Xo'p. Tanlash haqida ham tushuntirib bering, yodlashga ham aytib bering. Voy, bu ingliz tili lug'at yodlash haqida Cambridgeda trening turibdi. O'sha yerdagi usul ishlata olsanglar, YouTube'da turibdi.
kirib o'sha ishlata olsanglar agar bo'ldi, yo marrasizlarniki. Boshda qiyin bo'ladi lekin. Bag'da lekin gaplashmaymiz, o qiyin masala. Til o'rganish algoritmini tuzib bera olasizmi? Yo'q, men tuzib bera olmayman. Men so'z yodlash algoritmini berishim mumkin. U ham murakkab masala. Antidangasalik ichida ko'rib chiqmaydigan narsamiz bu. Ko'p qo'shiq eshitaman o'zimdan o'zim. Elon Musk bo'lib ketyapman. Bo'yicha bo'lib shuni tanlashni o'rgating. Menimcha ko'pchilikda bor bu. Eshitaman o'zimdan o'zim. To есть qo'shiq eshitib ruhlanib ketyapsiz-da. Endi qaranglar, bu yoshga ham tegishlidir balki. Men ham misol uchun sport bilan shug'ullanganimda yoshligimda, o'sha yoshligimda deganim 10 yil oldingi paytlarimni aytyapman. Tam yugurib, tam sport bilan hammani qoqib tashlayapman, motivatsiya va hokazolar bo'lardi. Shunaqa his-tuyg'ular esimda bor har holda. Hech narsa qilmaydi. Yoshlar qo'shiq eshitsa nima qilibdi degan savol tug'iladi menda doim. Qanaqadir bir ishingizdan tashqari holatda eshitsangiz, eshitib yotgan olasangiz, boshqa sizga qanaqadir orom bersa bu narsa. Agar ko'p eshitib oryapti turganda tuyulsa sizga, bunday qiling, bitta pomidor ishlab, orada 5 ta qo'shiq eshiting. Yana bitta pomidor ishlang, orada 3 ta qo'shiq eshiting, misol uchun. Hozir pomidor ishlayman-da, yoki qo'shiq motivatsiyasida pomidor bilan ishlang. Va hokazo, shunaqa qilib qanaqadir yo'llar qilsa bo'ladi. Pomidor flat o'rganish, flat earth 15 minutlik uyushtirib keyin telefonni o'qisa bo'ladimi? Shunaqa vazifa qo'ysa, dahshat vazifa bu. Amaliyot ichiga qo'shib qo'ysanglar 10 minut yoki 15 minut uyushtirish. Zo'r. O'shandan keyin telefon qo'lingizga olib, turib borib, hech yo'da amaliyot ichiga yoki bitta mana amaliyot ichiga kravatni yig'ishtirish qo'shib qo'ysangiz ham, o'sha kravatni yig'ishtirib keyin telefonimni ko'raman deb o'zingiz aldab olsangiz ham, yosh bolaga aytiladi-da, mana shuni yesang keyin qand beraman desangiz yeydi. Xuddi shuni o'zingiz aldasangiz, kravatni yig'ishtirsam keyin telefon har kun kravat yig'ishtiradigan inson bo'lib qolasiz. Chik yig'ishtirasizda, qolgan narsaga ham shuni o'rgatib olasiz o'zingiz. Sekin-sekin keladigan narsa. Tak, yana birinchi savol. Kunimni eslaydi va bitgacha bo'lgan vaqtgacha ham yetib bormay uxlab qolyapman. Mana shuni bajarishga ulgurmayapman. Sevara Mirsaliyeva hech narsa qilmaydi, uxlang. Hech narsa qilmaydi. Bo'lib turadi bunaqa narsalar. Demak, charchayapsiz. Tamom, normal holat. Bunaqa bo'ladi-da, tushunyapsizlarmi? Hammamiz har xilmiz, har xil uyda yashaymiz, har xil fikrlar bilan fikrlaymiz. Hayot murakkab, ko'p narsani men ham bilmayman. Biladigan narsalarim men haqida ko'p. O'sha men haqida bilgan narsalarim asoslanib, qanaqadir tizimlar bor. O'sha tizimlarni ishlatishga harakat qilyapmiz. Qaysidir joyda sal o'zgartirishga majbur bo'lib qolamiz. Qaysidir joyda o'sha kuni boshimiz og'riydi, ishlata olmaymiz. Qaysidir joyda kayfiyatimiz zo'r bo'ladi, zo'r ishlaydi. Har xil holatlar bo'ladi. Siz bir xil tura olmaysiz. O'zgarasiz, yoshingiz o'tadi, yangi ma'lumotlar keladi, tush ko'rasiz, nimadir sizga ta'sir qiladi, kimdir gapi ta'sir qiladi. O'shanaqa bir dunyosiz har bittanglar. Hammanglar har xilsizlar. Mabodo abedgacha eslab turib, keyin uxlab qolayotgan bo'lsanglar, juda zo'r usul bor. Hayolim keldi hozir mana. Yurib, mana kravatingiz oldi, tuda-suda yurib eslang, uxlab qolmaysiz. Bo'ldi, qarang, mana yechim. Hayot beribsizlarmi? Islom davriniga men studentman, qanday kitob o'qishni maslahat berasiz? Badiymi yoki darslikmi? Darslikni o'qishga maslahat beraman. Badiiy kitobga qiziqsangiz, badiiy ham o'qisangiz bo'ladi. Abituriyentlarga maslahat bering. Mana shu yerdagi hamma texnikalarni birin-ketin o'rganib, birin-ketin ishlatib, hayotingizga tatbiq qilganingizdan keyin sizlar u narsani bemalol ishlata oladigan bo'lasizlar. Maymuncha testi qachon bo'ladi? Yozib qo'yildi, keyingi darsi boshida birgalashib maymuncha testini. U shoshqaloqli test. Birinchi tizimni testlab olish. Pomidor programma silkasini tashlab berasizmi tortib o'rganish uchun? Atabek Ibrohimov, shuni Play Marketga kirib Pomodoro deb yozing yoki pomidor deb yozing, chiqadi. Yoki pomidor timer deb yozing. Tashlab berish ham shart emas uni. Точно chiqadi. Har ehtimol qarshi agar xohlasanglar, o'sha keyin so'rasanglar, bekstokalardan tashlab bering demoqchilar, tashlab ham berishadi. To'p. O'rganish uchun 200 ta pomidor bajarishga maqsad qo'ysa, bu bizni dangasalik tortadimi? Tortadi dangasalikka. Конечно, 200 ta pomidor ko'rib qo'rqib ketadi-yu odam. Har safar ro'paringizda bitta turgan yaxshi. Tak. Menimcha adashmasam maymuncha testi videosi bor ekan. Maymuncha testi videosi bor ekan. Agar videosi bo'lsa, maymuncha testdan tashlab beramiz. Atak menimcha shart emas. Leninberger tizimini men o'zim bloknotim ichida ishlatishni o'rganganman. To есть o'zim ishlatishni boshlaganman. Sizlarga ertaga videosini tashlab berishadi. Maymuncha testini keyingi darsimizni boshida sizlar bilan birgalashib bajarib ko'ramiz. Shoshilmanglar, janoblar, xonimlar.
Tak, bu masala. Keyin yana bitta masalani tushunishinglarni xohlaydim. Qaranglar, bizda bunaqada maktabda oladigan bo'lsak, universitetda oladigan bo'lsak, bizda binar dunyoda yashaganda o'rgatishadi. Men tushunmayman, hech qachon tushunmaganman. O'zim o'qituvchi bo'lganman maktabda. Boshqa o'qituvchilar men oxiriga tushuna olmayman. Dunyo binar emas, dunyo o'ta murakkab. Siz o'ta murakkabsiz. Sizning boshingiz ichida yotgan miyani sir asoratlar haligacha ochilmagan oxirigacha. Bu qanaqadir yuqori parni gaplar emas, haqiqat bu oddiy. Hali oxirigacha bilmaymiz. Morfologiyasini, strukturasini, даже genetikasini o'rganib chiqdik, deyarli 90%. Lekin qayerdan nima kelib chiqyapti, emergen xususiyatlar qanaqa, bu narsani bilmaymiz. Har bittanglar potensial daho bo'lishingiz mumkin. Bunaqa narsalarni men kuzatganman. Prosta kerakli kalt topilsa bo'ldi. Qiziqishda gap katta-da, shuning uchun mana boya savol bo'ldi. 7 soat uxlasam bir marta to'yaman, bir marta to'ymayman. Bu binar fikrlashdan kelib chiqadigan savollar-da. Noto'g'ri savol emas, to'ppa-to'g'ri savol o'z aslini olganda. Prosta sizlarning dunyo qarashinglardan kelib chiqqan holatda. Dunyo murakkab. Bugungi 7 soat ertangi 7 soatga to'g'ri kelmaydi. Bitta spetsialniy formula bilan hammaga to'g'ri keladigan narsani qilish iloji yo'q. Shuning uchun men bu amaliyotlar, haligina qalan o'ziga moslab o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi, faqat treningdan so'ng. Bu bazaviy klassik narsani beryapman sizlarga. Tushunyapsizlarmi? Ba'zida qaysidir kuni sizga nimadir ishlamay qolsa, men mana bitta narsa immunitet sifatida keltirib beraman. Dunyo qanaqalik ishlashini aslini olganda, immunitet kuchsiz ekan degan gap noto'g'ri gap. Immunitet bugun kuchli, ertaga kuchsiz bo'ladi. Mana misol uchun, bugun menga virus kelib turib urilishi mumkin. Men immunitetim, bugun kayfiyatim zo'r, men yaxshi uxlaganman, zo'r. Meni olmaydi virus. Ertasi kuni yoki 2-3 kundan keyin meni yaqinim o'tib qoldi misol uchun. Men stressdan tomon bo'ldim. Kortizol, noradrenalin va hokazo bir balolar qanaqadir haligini gormonlar qonim ichib to'la, men o'zim yomon his qilyapman. Immunitetim risk tushib ketadi o'sha kuni. O'sha kuni mabodo kimdir oldimdan aksirsa, men shamollayman. Yo gripp bo'laman yoki yana bir bola bo'laman. To's immunitet degan bir xil narsa emas. Yo'q, bir xil narsa emas. Biz o'zgaruvchan mavjudotmiz. Bu dunyo shunaqa ishlaydi. Bu qonun qoidalar men o'rnatmaganman, menga emas o'zgartirish. Shu dunyoni shunaqaligini tushungan kuningiz, siz boshqalardan balandroq bo'lasiz. Bu bor gap. Eng aqlli insonlar bilmayman degan gapni ko'p ishlatadi. Bekordan bekorga emas. Ular realniy dunyo qanchalik murakkabligini tushungani uchun bu narsa. Haqiqatan ham o'ta qiyin narsalar ko'p, tushunarsiz narsalar ko'p, bilmaydigan narsalarimiz ko'p. Shu bilmaydigan narsalaringiz ichida bitta haqiqat nuqtalarni topib olib, o'shandan kelib chiqqan holatda siz o'zingizni tizimingizni tatbiq qilishingiz mumkin. Misol uchun, bitta haqiqatlardan bittasi ertaga nima bo'lishini bilmaymiz. Tamom, bu 100% haqiqat. Men bilmayman ertaga nima bo'lishini, shunga moslashtirganman o'zimni tizimimni. Bitta haqiqat ustiga men qo'yganman. Menda konkret chiziqli reja yo'q, menda qadam-ba-qadam har bitta narsa. Topshiriq. Bu dunyoda eng zo'r ishlaydigan algoritm shu. Shunaqa gaplar. Ertaga video tushadi, keyingi safar Alloh xolasa o'sha manimcha testidan qanaqa darslarga nima aniq bilmayman, raspsaniyani ko'rsanglar. Xudo xohlasa, tak, keyingi safar deganim o'sha ertaga ekan, как раз ertaga ekan, ertaga dushanba. Tak, ertaga video tushadi kunduzi, ertaga dars bo'lishmasligini obedgacha soat 1 gacha aytamiz. Если что, seshanba bo'lishi mumkin. То есть через день bo'lyapti hozir. Shu logika bilan. Xullas kalom shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Meni rivojlantiringlar. Paka.